Derhaba gidecek misin? Amerika senin için emas da. Расходы знаydın общий bir aylık. $1000 oladi. Oyuna $10.000 arttırış üçün içəli vaxtında yürüyüş gerek, noğlanı öyrəniş gerek. Vardım hem özüm zor pullanıp bir de şakırdat uylanıp kurup maşını alıp taşımana yok onun emas. Canlı hayatına kızıktırış qay dərəcədə doğru yaşlanır. Maşını yaşardım güçlü ön taraftan. Özbeklərin hüquqları himoya qılınğanmı? 21 yaşında öğrenci tuttu da onda fikir yok onun. Biz indi İslam dininə etiqad qılanımızdan keyin yanda özü musulman olub yaşaş qay dərəcədə qıyın. Bir hafta hala denkli durgun katını yiyimizden bir de mesela. Özü yanda sizni balaz doğuluşu sizə qandaydır bir üstünlük tamanları bağmı? Yüzden yazıyat devlete bez yüze girip biledi. Prezident üçün birinci qalan qoyuldu. Allah. Bu ayılayım. Aylamayacağım. Özü qaçandan bəri onu istəyirlər? Birinci oynamda çıkan bize. Hə, birinci oynadı. 20 yıl birinci. Birinci oynadı. Birinci oynadı. Birinchi pulini sotib ishlab topgansiz. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati, sabri orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanishtirishdan iborat. Assalomu alaykum. Bugungi sonimizning mehmoni Amerikada trak haydash bilan shug'ullanadi. Bunyod og'amiz. Bunyod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harman. Siz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xudo shukr. O'zingiz yaxshimi? Nechik o'rganishdingizmi bu yerda? Endi sekin-sekin havo o'rganishyapmiz. Nechik o'tibdi o'zi bu yerdagi ishlaringiz? Biz o'zi oilam bilan dam olmoqqa keldik o'zi. Bir 4 yil bo'ladi kelmaganimizga. Dam olib, shu oilam bilan ota-onamizni bir ko'rib ketib, bir qarindosh urug'ni ko'rib ketish uchun keldik. Uning bir ish bilan kelmadik. 4 yil deganda kelasiz. Bu 4 yil deganda bolalarni shu maktabi tamom bo'lishına qarab keldikda. O'zi asosiy bolalar maktab tamom bo'lishına qarab kelinadi o'zi Amerikadan. Oilali odamlardan. Tushunarli. Tuningda siz bilan gaplashdik. Podkastimizning asosiy maqsadini u orientir deb nomlaganmiz dedik. Bu orientir degani ma'lum bir yoshlara kimgadir qarab turib havas qilib, shularga qarab intilsin degan ma'noda yoshlara masalan, nima deydi, havas qilsa arzigulik bir qisqacha bir kichkina bo'lsa ham muvaffaqiyatga erishgan bir insonlarni yaratib berishga harakat qilamiz. Har bir sonida. Shuning uchun ham endi ko'p inson mendan iltimos qildi. Aynan sizdan olish borasida ana shunda Amerika hayoti qiziq, ko'plar harakat qiladi dedi, shu chetga chiqishga, iminni Amerikaga borishga, green card o'tishga. Shuning uchun ham aynan sizni mehmon sifatida chaqirdim. Rahmat katta. Qisqacha o'zingizni tanishtirib beradigan bo'lsangiz. Men adım Bunyod. Shu 4 yil bo'ldi Amerikada yashaymiz. Oilam bilan, farzandlarim bilan. 3 tane farzandim bor. Urganch shahrida 91-yil doğulganman. Urganch shahrida şöyle. Maktabda 7-son maktabda o'qiganman. Avvalgi adı Kubishib deb aytaradilar. Hozir 7-son maktab. Shu kollejni tadbirkorlik kollej eski makaronda. Şöyle bitirganman. Keyin tikuvchilikka qiziqqanman men yosh vaqtimdan. Tikuvchi bo'lishni qiziqqanman. Shu ekan meni tikuvchilikka olib borgan Qasimchov tikishi xanqallar. O'rganib, o'zim keyin şöyle sex açıp. O'zingiz tashabbusingiz bilan chiqqanmi? Masalan, men tikuvchi bo'laman degan narsa? Yo'q, ishilib o'zi bir shu vaqtlar men birava kiyim tiktirganman-da. Bir odamga palto tiktirganman. Ish yoqqanman, u ish bitta bir. Neda xanqaldan? Yo'q, bu yerda Urganchda bir odamga tiktirganman. Ish yoqqan, keyin shundan keyin qiziqqanman-da o'ja. Keyin qiziqqandan keyin shu akam aytganman, "Faman shunday o'ja qatnaydi." Men o'qisha topshirganman 2-3 yildan. O'qisha girolmayapman-da. O'zi yosh vaqtingiz kim bo'lishni orzu qilasiz? Men yosh vaqti mol doktor bo'lishni orzu etganman. To'g'risan. Mol doktorchilikka o'zi mol, qo'y boqishadim qiziqamizda, o'zi qiziqaman yosh vaqtda. Uydan boqiladimi? Boqilgan avvalla. Men yashab yurgan vaqtlarim. Keyin men yetgandan keyin akam universitetda uncha netmaydi. Yoshlikda mol doktorchilikka qiziqqanman, keyin o'qituvchi bo'laman deganman, ya'ni o'qishga qiziqib ketib. Doğrusu birinchi marta eshitdim lekin bu mol doktori bir majburlikdan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Qiziqqanman, rostdan qiziqqanman. Chunki uyimda o'zim yani tovuqlarni inkubator aymining tuxumlarini qo'yib, qo'rq tovuqlarni oshatib chiqarib, qo'ylarni qarab, yuvintirib, mana shuni o'zi yaxshilikdan qiziqish borda. Keyin yosh ulg'aygan sayin endi podkurs qatnayman, o'qishga kirganman orada 2-3 yil topshirganman, girolmayapman. Keyin kiyim tiktiradigan bo'ldi. Kiyim tiktirgandan keyin shu ish kasbga qiziqib qoldim-da. Keyin shu bilan shu kora bordim. Bir 2 yildan shoir bo'lganman. Keyin o'zim shu Urganchda sex ochganman. Qiyin bo'lgan boshda klient o'rgatish,
вообще dum adam klient yurgan o'zim ham dumam zo'r tikuvchi edim. O tanaman kerak. Yillar sayin yaxshi bo'lardi-da, baribir. Shu o'rganib, xato qilib, doğrulab, keyin astan o'zimni yo'limni shu 4-5 yilda topib oldim-da. Necha yil shug'ullandingiz bu ish bilan? Shu ish bilan Amerikaga ketincha 2022-yildan beri. 2012-yil seyqa chiqqan bo'lsam, 2010-yil shahid bo'lib borganman. 2012-yil. 10 yil shug'ullandingizmi? 10 yil o'zimning seyqimda ishlayapman. Shu vaqt ko'nglingiz dollarmi o'sha turgan ishingizdan? Ya Ko'nglim dolar edi. Desam, nima desam, endi bir zo'r edi. Yaxshi hunarmand odam hech qachon xo'r bo'lmaydi-da. Kor bilgan odam. Hech qachon kambag'al ham bo'lmaydi. Hunarmanddan moq o'zi hunarmandlar ham bizani bilishi kerak. O'zi hunarmandlar ko'rgan bo'lsa, hunarmand hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Hamma hunarmandning qo'lida pul bo'ladi. Lekin dumon boyib ham ketmaydi-da. men ham shuni aytaman-da. Doimo men masalan o'qimishli bo'lish uchun harakat qilganman. Diplom olganman. Hozir qo'limdan birov meni diplomni tortib olsa, top qo'lim hech narsa kelmaydi uni tiyiladi-da. Hunarni topib ololmaydi axirdan. Shu. Hunar yasam bo'ladi. Amerikaga borganda men ham dim foydasi deganda hunarni. Hunarni hech kim tortib ololmaydi. Endi masalan iminingda bir bolalar bor, bir odamlar bor. Kallasi ilmi zo'rda. Liboy tilni o'rganib biladi, masalan. Lekin ular hunarni egallay olmaydi. Alloh taolo shunday yaratgan-da odamlar. Birlari bor, ilmda yaxshi emas. Masalan, o'qish, ingliz tilini o'rganmashi mumkin, rus tilini o'rganmashi mumkin, matematikadan zo'r bo'lmasligi mumkin. Lekin hunar masalan sattarashchilikmi, tikuvchilikmi, po'rchilikmi, liboy bir chora bersa, 1-2 oyda usta bo'lib ketish mumkin-da. Shu bizlar aynan shularni yaratish boshdikda. Shunday. Masalan, men o'zim ham shunday. Men masalan, uning nelere uncha yo'qmayman. Til o'rganish, kitob o'qish, masalan, kitobni o'qib, o'rnatib o'tish uncha terpeniyam, asabim to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmaydi, to'g'risan, men to'linman ishni. Lekin hunar, men masalan hozir nonvoyga borsam ham, nonvoy. Non 1-2 kunda nonni yopish ham bilaman-da men. Non ham yopib ketaveraman, masalan, o'rganib ketaman shu o'zini. Amerikada ham etadon ishim kar hisoblanadi-da, men mashin qatlayman. Car holder deb aytiladi. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mashinlarni yuklayman, boylayman, borib tashiyman, mashinalarni tushiraman, u kar u. Trak haydash emas, u karda. Hamma to'lmaydi-da. Shuni ishla o'zim ham yoqadi shuni. Hech kim aytib bilmaydi, o ishlarni aytazim keladi, to'g'risami? Yo'q, meni o'zim ham ko'p endi o'qishda yurgan vaqtimda tikuvchidan tushiradi-da, ehtiyojim tushiradi. Bu vaqtda ham bilib qolganman-da, masalan, zo'r kasb-ku. Endi bizada masalan institutni bitiradigan bo'lsang, ya davlat ishida ishlashing kerak, ya bir idorada ishlasang ham 9 dan 6gacha ishlaysan. Bu odam xohlagan vaqtda ochadi ishini, masalan, qo'lida normal telefonla BYD deydi-da, tikuvchi bolada. Shu aytaman, bu normal kasb ekan bu deb. Zo'r kasb. Shuncha hozir masalan zo'r kasblikini aytib turibmiz. Endi bevosita shu Amerika ketish bilan bog'lasakdan shu narsani. Aynan shu tikuvchiligimizni rivojlantirganimiz yaxshi emasmi? Nechun Amerika? Yo'q, endi Amerikadami, bedami, masalan, bedadali. Mendan shu ishni davom qildirmay turib, nechun birdaniga Amerikaga ketish ishtiyaqi paydo bo'ldi? Endi biza green card o'ynadik, oilamizda. Qachondan beri o'ynaysiz green card? Birinchi o'ynaganda chiqqan biza. Birinchi o'ynadi. 20-yil birinchi. Birinchi o'ynadi. Birinchi o'ynadik. Birinchi o'yindan chiqqandan keyin endi bu imkoniyatdan netib bo'lmaydi-da. Yechib bo'lmaydi u vajdanda. Yechiladigan narsa emas-da. O'zi sho'rnacha geladigan muddatacha jetib kelasiz, masalan, shuni 12 ko'rali degan. Men masalan, menda hech qachon bir Amerikaga ketish, green cardda o'ynash degan ne bo'lmagan. Ko'pchilik endi o'ynab yuradi. Bu 15 yillab chiqmagan. Deylik siz jetib kelasiz bu narsaga. Bir 12 ko'rali. Nov durgan shuni arkasida Amerika hayotimizni o'zgartirish, просто boshqa ideyalar ham ko'rish bo'ldi. Bir necha ko'radi. Lekin u vajam o'zi kam odamlar chiqadi-ku. Bir o'zlarimizni sinab o'ynab ko'rdik. Chiqdi-da. Lekin qiziqish oldindan bo'lgan. Men o'zim jo'ram bor, Amerikada yashayman. Shu o'zim ko'ngishim. Shuni yandan borganman o'zim, meni kutib qolgan shu. Shu an qiziqqanman o'zi shuni yaxshi yurishlarni ish qilib Amerikani ko'rishga qiziqqanman. Amerika qiziqarli yer-ku, baribir ham liboydan borishni oladi-ku. Hech vaqtda ishlash uchun emas, turist bo'lib borishni ham haqlaydigan davlat-ku. Masalan, shuning uchun qiziqqanman-da. O'zi bu chetga chiqish to'g'risida boshqa davlatlar ham chiqish neyiz bo'lganmi? Yo'q. Ishtiyoqsiz. Hech qachon bo'lmagan. Nechun imindan men Amerikada Xorazmni dum yaxshi ko'raman-da. Toshkentga borsam ham, hatto Toshkentga borsam ham 2 kundan ko'p bo'lmaganman-da. Menda hozir.
qıslıqıb qalaman. Nə üçündür bilmirəm. Lekin Ürgənc, Xorazm kichkina-ku o'zi. Kichkina olsam İssi, sog'inaman, çan. ova. Sog'inaman, shuning uchun gelaslarim kelaveradi. Toshkentda bir materiallar, ne barsam, aylanmoqqa barsam 2 gün ya 3 gün. Dərrə qaytib gəlməndan bəyən. Dərrə qayt. Düşüncəm Rossiyaya barış, ya Kazaka, ya Avropa, üniversitet oylamam mana umuman bilmirəm heç. Qarang, hozir bir ishida savol so'rayman ekanman sizdan. Shu tikuvchilik bilan shug'ullanib yurgan vaqtingizda topish tutishi normalniy bo'lganmi? Zo'r bo'lgan. Oilani boqsa bo'lar edi. Baksa bo'ladi. Bemalol baksa bo'ladi. Bemalol boqsa bo'lar edi. Shu vaqtda. Prosta iminingda masalan yoshlar shu green karta o'ynasa umrini tikib beradi-da, bir tayinli bir ish bilan shug'ullanib yurmaydilar-da. Shuni topshiraveradi-da, borib topshiraveradi. Shu doğru aytasiz. Amerikaga borish uchun ozgina tilni bilish kerak. Ya qo'lda hunar bo'lishi kerak-da. Men o'zi Instagramdan ko'p chiqarganman uni. Ko'p odam hozir ansat ishlari o'tib ketganda, ansat pulni astan ishlarni topish, asan topish yo'lini ketgan. Masalan, har xil kasblar bor, hozir chiqib yurgan. Ya, esimga chiqdi. mobil fest demak, bu vajlar Yevropa chetida chiqsa menimcha ishimga kerakmidi deb o'ylayman. Kerakmi? Bilmayman. Balkim kerakdir. Mesela işini bir de Brentfest adam mı? Libo Avrupa'nın bir yerine yapar. Hiç kim tanımıyordu onu. Birinciden hiç kim tanımıyordu. Bu ne iş etedi o az? Brentfest ben desem bu niye Brentfest vardır ben tarafta da. Mesela diyeyim ben de. Ama lekin yana Brentfest şilama ne tutmadı. Prosta özüme fikrim maktub mu? Şunun için huner bu adam ya bilimi bu adam, til bilen adam hiç kızan horumuydu hiç şeyde. Aynısı huner bu. Mesela Amerika barganımdan men dərrə heç kimdən iş soramağam. Mən dərrə işə düşüb getgan məndən. Şöyle green karta utkan vaqtlaringizni bir başını aytib bering. Masalan, nechik bo'lgan chiqqan green karta? Green karta chiqqan vaqt ishonganmisiz green karta chiqqan? Adam o'zi kutganman. O'zi ketishni xohlamayman. Prosta hayotimni o'zgartirib boshqa ishlarni qilishni ko'proq pul topishni masalan. To'g'risini aytaman. Green karta kan günü o'zim bir yerda edim, tashkilda o'tirardim. Uyga geldim. Uyda uxladik. Kechki 2-3 adam bir jora urgan green card o'ynab bergan brat. Men yandim. To'xtab men telefon urgan. Telefonni azana turib olib tinchlikmi yodimdan yo'q. Tinchlikmi desam, green cardda chiqib tutdi deb yanki so'nchalagan. Nima desam yana, nima deyman endi green cardda ish qilib turgan bir omaddan endi. Uyingizdagilarni qarashini tikib bo'lgan. Masalan, green cardda chiqib turibdimi? Shu vaqtda oilalar bo'lsa, ha? Ikki bola. Fonni oila bilan ketishni o'zi green kartada oila bilan ketish nechik bo'ladi masalan shu yerlarni bir tushuntirib bersangiz. Green kartada oila bilan ketsa boshlasa qiyin bo'ladi. Endi men eshitganman. Uylanmagan bolalar ham green karta chiqqandan keyin to'y etib, zaksda o'tib, keyin ketadi degan. Uning ham ko'p. U green karta bir odamga chiqsa bo'ldimi yo ikki ham chiqishi kerak? Oila bir odamga chiqsa bo'ldi. Keyin oilasini ketib biladi. Kimdan ketib biladi? O'zini xotin bola chaqasini yo. Oila deganda xotini, bolasi şu oilaga giradi-ku axir. Shularni ketib biladi-da. Boshqa odamlar ketadi. Keyinchalik apasi akasini mehmon sifatida oldirsa bo'ladi. Yo'q, oldirib yurgan bolalar ham bor. Oldirib, o'shanlar burasi ular turist bo'lib boradi-da. Shu chiqqan vaqtda ham oilamiz bilan ketamiz degan maqsadingiz bormi yoki 100 ketsak edi? Yo'q, birinchi oila bilan ketish maqsad. Birinchi oila bilan, shu oilam bilan borib, shanda yashab, bolalarim shanda o'qitib, shanda ishlash maqsadim. Uyingizdagilar qarshilik etmayapmi? Yo'q, otangiz? Yo'q. Qarang, men axir 30 yoshimda, 31 yoshimda bo'lganman, 30 yoshimda-da. Green cardda o'tganman. Men o'zi katta odam bo'lganman axir, masalan, o'zimni hayotim qurib oladigan darajada bo'lganman-da men. O'zi kattamiz-ku, 30 yoshda o'zi odam o'zini hayotini qurib olishi kerak-da. O'sha ketishingizdan oldin eng katta qo'rquvingiz nima bo'lgan? Shan tarafda ish topish bo'lgan, birinchi. Ichki oladigan ish topib bilamanmi ekan? Ishlab ketamanmi? Bilish darajangiz nechik bo'lgan? Zero bo'lgan, 0. Hozir ham bunchalik ham zo'r bilmayman, lekin azmas shu ishimga doir o'zini bilaman-da. Shunda til bilmaydigan bo'lsa, u yerda o'rnini topib biladimi? Topadi. Necha topadi? Hunar bo'lsa. Endi hunarni ham shuni ochib ketadi. Masalan, nechik usuldagi hunarlar yanda asqatishi mumkin. Masalan, ustachilik, kafel qo'yadigan ustachilik, malyarchilik, mashin o'tib beradigan usta, povor masalan. Zo'r pul topadi. Deri ish tayyor uning odamlari. Hozir o'zi O'zbekistonda shu ishlar Xorazmda asosan qo'lidan hech ish kelmaydi odam hech kimga kerakmaydi, to'g'rimi?
Ha. Bu yandan düşünüyorum ha. Hamma bir o'zi bir xil. Şu ko'pchilik o'ylaydi masalan bu yerda ya ishim yurishmadi, ya qo'limdan hech narsa kelmaydi. Top Amerikaga borsa birov uni ya Yo'q. Kutib o'tirgan deydi-da. Uning emas. oyna $10,000 beradi. Yo'q, uning emas. Uning Shularga e'tibor berish kerak-da. Birinchi hunar o'rganish kerak. Ha. Ya'ni qaysi hunarni asqatish kerakligini yana buni aytib o'tdi. shu любой hunar. Xohlagan hunar bo'lsa bo'ldi. Suvarchilikmi? Masalan, mashina sotadiganmi? Deylik, xo'p, yaxshi, hunar ham bor hali, shuni povurmi yoki mashina ustasi uyda borib turib ishni ishatib topadi. Ishni to'g'ri boradi, dokument hujjati taq bo'lsa, shuni yillab bo'lsa, masalan, sattarash masalan. Aha. Sattarash qo'limdan keladi. O'zbek sattarash kanali bor. Любой sattarash kanali boradi, men ishlayapman. Bo'ldi, dokumenting bor, mana gir ishla, boshini. Ben evvel green card'dan da tasavvur ederdim. Hozir masalan boshqa chet el davlatlarida chiqib turibdi-ku, Koreya, tayyor masalan ma'lum bir ishi tayyor turibdi. Masalan Bolgariyaga ketib turibdilar, ya Britaniya ferma deydi, ya parnik deydi. O'sha to'g'ri bor isha tushib ketadi. Men ham green carddan shuni deb o'yladim. Yani ish tayyor turibdi. Ha. O'shurdan e'tibor berishlari kerak ekan-da. Yo'q, uning emas. Uning emas, ha? Uning emas. Просто green cardda yana shu Amerikada yashash ham ishlash huquqini beradi. Yashab ham ishlab beradi. Qonuniy bo'ladi-da u. Yashaydi ham ishlaydi ham. Masalan, bolalarni maktabga beradi, xalani yeridan borib ishlab berishi mumkin. Mana shunday bo'ladi. Agar u o'zi borib, shu baribir shu nima deydi, seni kutib oladigan, sana yorliq ko'rsatadigan odamlar bo'ladi-da o'zi. Masalan, green cardda o'tgandan keyin Kim bu davlat tomonidanmi yo? Yo'q, green cardda o'tgandan keyin sizga yordam beradigan odamning adresi nalari ko'rsatadi, ya'ni donish bo'lishi kerak-da. Masalan, Danishingizni o'zingiz belgilaysizmi? Va o'zingiz belgilaysiz. O'zi green cardda yozayotgan vaqtda. Ha, green card yo'q, green card o'tgandan keyin bo'ladi. O'tgandan keyingi jarayonlardan bu. O'tgandan keyingi jarayonlar. Masalan, siz green card o'tib qo'ysangiz, siz meni taniysiz, to'g'rimi? Buni aytaman, men green card o'tdim. Adresingiz, nomeringiz kerak, shu anketani to'ldirish kerak ekan. Shu men adresim, nomerim to'ldiriladi, hamma ish. Men yashaydigan shtatda borasiz keyin. Shu shtatga borasiz. Keyin men bu davlat tarafdan aytilmaydi u. İnsoniylik jihatdan shu jo'ram, ukam deb shuni yordam beradi. Qarang, green cardda o'tdi, xarajatlarni necha oladi uni? Xarajatlari shu oila bilan bo'ladigan bo'lsa, boshdan hamma dokumentlarni shu $3,000 degan pul chiqadi-da. Aynan nomlar to'lanadi. Keyin meditsinalar to'lanadi. Keyin dokumentlarni ishi ataladigan ishlari bor-da, shular astan to'lanadigan yerlari bor. Bir deyenda chiqmaydi u. Astan bir chiqib boradi-da. Endi odamlar soniga qarab-da. Masalan, odamlar 5 oila bo'lsa, 5 odam, 5 jon bo'lsa, ko'proq to'lanadi-ku elchixona. Agar oilada 2 jon bo'lsa, er xotin toza to'y bo'lsa, ular ozgina chiqadi. $1,000 bilan suvadi ular. Yo'l pulini ham yo'q, yo'l puli uni emas. Yo'l puli uchun oddiy bilet olinadi. Ha, biletdan tashqari. Va siz hech narsa bermaydi, hech narsa. Shu green card siz yashash uchun Amerikaga kirish uchun huquq beradi. Mana shu vajib, boshqa hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Aynan tili bilmaganlar uchun eng yaxshi yechim hunar deb aytdingiz. Hunar. Til biladiganlar hech kim keraklar bu yerda. Til biladigan o'qish tuman maqsaddan tarafda. Til biladigan o'qib, liboy sohada ishlashi mumkin, o'qib. Shuda til bilib borib bir yaxshiroq, masalan, davlat ishindami yoki bir tijorat ishlarida ishlab yurganlar bormi? Yaxshi oylik top. Ko'p bunday. Xorazmning o'zidan bor. Xorazmning o'zidan bor, bolalar bor, ishlab yurgan. Eng ko'p odam baribir hammasi Trakya deydi u yon tarafda. Ko'p Xorazmlar ham, o'zbeklar ham ko'psi borib Trakya deydi. Shu trak aydashni nasi nima, sababi nima? Pul? Yo'q. Shu eng masalan hech narsa talab qilmaydigan, eng katta oylik to'laydigan ish bo'lgani uchun hamma traktorlik. Shunday. Katta pul bor-da. Nodiydan o'zbeklarga pul ko'p kerak bo'ladi-da. Yashashimiz baribir bizning rasxotimiz ko'p bizani. Yeb ichishimiz yaxshi. Yaxshi mashina minasimiz keladi, to'g'rimi? Yaxshi uyda yashashimiz keladi. Bu yerdan uy joy yasashimiz keladi. Masalan, u vajlara pul kerak-ku. Pul kerak bo'lgandan keyin u oddiy ishda ishlab o'tib bo'lmaydi-da o'zi. Unga prosta jonni qiynash kerak, bitta ishlash kerak-da, trakka chiqib. U trakka chiqish uchun ham nelar kerak sizga?
Ne talep kılınadi? Trakat- Berni provası ötemiyor Yo'q, anda? yo'q, o'tmaydi. Berni provası ötmeydi çünkü hemen de bu kategoriya Ha, prova bada ben Dum trakay çok- deymen de bilmem. Dum ko'p odam yozadi shuningdek manga Instagramdan shu menda bu kategoriya bor, trakay desam bo'ladimi deb. Yo'q, buni o'tmaydi. Birinchi bu yanda endi hozir green karta bilan bardingiz deyeli, bardingiz, hujjatlar bardingiz bo'ldi. Borgandan keyin aytib beraman. Birinchi yengil mashina provasi olinadi yon tarafda. Yengil mashina. Yengil mashina deydigan bu dum ansatuni olish shu kompyuterda topshiriladi. 18 savoldan 15 savolni bilsa o'tadi. Buni topshirgandan keyin trakning uchun topshiriladi kompyuterda. Trak uchun ekzamin nashi kompyuterda testini o'tgandan keyin nega topshiriladi? O'qisha. Bedekine o'xshab staj gerek degan narsa yo'q ku yanda. Staj ham kerak. Yosh staj degani Yo'q, staj degan masalan ben eminning-ku, katta furaydash uchun bu kategoriya provada bir ma'lum bir mashinada ma'lum bir staj bo'lishi kerak degan narsa Yo'q, bor. masalan hozir borib trak provasini olib, trakni provasini olgandan keyin bemalol chiqib bir yanda o'rganiladi 1 oydan. Trak haydashni, yo'llarni, qonun qoidalarini, shu yo'lda ne ishlar etish kerak, nera masalan dizel quyish kerak, zapravka etish kerak, hamma o'zi o'rgatadi, yanında yurgan odamlar. Shundan keyin o'zi oddiy chiqib ketsam bo'ladi-da. Shuni 21 yoshdan baland bo'lishi kerak lekin. U yanda borib hech kimsani nima desam ekan, donishing bo'lmaydigan bo'lsa, shuni amallab ketib bilasanmi? Yo, nida prova berishini bilib. Danish bo'lmasam qiyin gap. Qiyin-a? Danish, baribir danish bo'ladi baribir. Danish bor. Hammada danish bor. Çeriz danışla çıkardı baribir. Danışsız dum ilacı yo'q o'zlarining. Baribir yordam beradigan odam kerak-da. Bizlar Xorazmlar ham ko'p odamlarga yordam beradilar. Bir-birine yordam beradilar. Borsak, masalan, menga masalan necha yordam bergan. O'zimni jo'ram necha jo'ram masalan shu borganda uy topib berib, masalan o'zini uyingda qo'yib meni, keyin yana uy topib berib, meni kutib olib, bu katta narsa-da bu. Bunda hamma etvermeydi o ishlarni. Keyin Aşırıyla iş taraflamam yardım beradi mesela. Mesela ben köp yıl, mesela 4 yıl oldu yurtmam, bunu danıyım mesela veyda donum. Siz barağından keyin iş gerekmişse, mesela müayit tamam size özünüze doğru yağlı iş tap beradilar adam berber. Eğer dım iş tapılmasa, maşin alıp dastlabkichilik, taksicilik maşini etsem bo'ladi da. Unga prova kerak lekin. Var bizda ham prova kerak. Amerikan provasi. Var. Qarang, siz beden nechik kutuv bilan chiqmadingiz? Ya'ni Amerika to'g'risida o'ylab, keyin yana borib birinchi taassurot nechik bo'ldi? Ya'ni ikkisi bir-biriga to'g'ri kelarmidi? Yo'q, to'g'ri yemagan lekin. Ben boshqacha o'ylaganman-da, nechik desam men bu. Hamma iminni o'ylaganman. Hamma uyinda yashaydi, masalan, trakka chiqamiz-ku, 2 haftalab, 1 haftalab. Uning deb o'ylamaganman-da. Bu trakka chiqishni o'ylamaganman, hayolim olganman. Hamma uyinda yashaydi. Masalan, günlük videolarni ko'rganman, men dengiz bo'yida yugurib yuradi azam bilan, men ham shunday hayot bo'ladi deganda o'ylaganman. Amerikada. Ha, shunday bo'ladi, men shunday bajamagan yo'q. Uning hayoti emas, boshqacharoq bir ishlash kerak ko'p. Siz hozirda yashab turganingizni aytib tursiz. Birinchi bor tushgandaki, deb aytingiz. Birinchi bor tushganda obtirab qolganman. U hayolim bu boshqacha bo'lib, o'zi xorib borganmiz. Keyin to'g'risini aytsam qaytib kelishni o'ylaganman men bana. Qaytib kelib men yuraman. Nima sababine göre qaytib kelaman deb o'ylaysiz? Qisliq qo'yaman, hamma u yerda ish bilan-da, tushundingizmi? Hamma ishlaydi u yerda, hech kim bilan ishi yo'q-da. Masalan, men o'zbekman, men xorazmliman, men seni tanishingman deb o'xshib qiziq. Hamma ishlaydi u yerda. Hamma bekarchi odam yo'q. Qattiqtirding. Ha, hamma ishlaydi. Masalan, bu yerda bir jo'ranizda telefon urib, yurib bir yerga borib kelali desa, abitadan ham siz bilan yurishi mumkin-da. Yo'q, endi yurib bilmaydi, hamma ishi bor-da u yerda. Bir bekar olsa yurishi mumkin, lekin bekar odam o'zi yo'q. Masalan, trakdan kelgandan keyin men o'zimdan birov ish bersa yoqmaydi-da. Uyimdan chiqasam demaydi. Damali oilam bilan o'tirishni xohlayman. Shuningdan undan bezovta etasing kelmaydi-da. Ana shunday. Shuning uchun kim yana borganingiz, masalan, green card o'tib, ya adres ko'rsatsangiz, bir jo'rangiz bor. Shu kim yana borganingiz dum katta farq, dum katta rol o'ynaydi-da shuda. Shu sizni shu yordam beradi, yo'l yo'riq ko'rsatadi, hamma narsa yordam beradi-da shu. Shu narsa green cardda o'tish darajasindagi yutuq deb o'ylayman men-da. Green carddan ichki omad bo'lsa, shunday yaxshi odamlarga borisham, shunday omad hisoblanadi. Tushunarli.
Anjelindən. Çünki şu adam köp yol göstərdi. Verə bunu etmə, mənə bunu etmə, dəbdən. Şu barğanızdan keyin qaytib kelamandan bir fikir o'tganda deysiz-ku ichingizdan. Shu nechalarni xochasini takib etib turgan. Şu bir 2 ay içərlə, 1 ay 2 ay içərlə özüm işə düşüb, aylıq alıb. Şunu taşab qaytib ketmasligingiz uchun nima ushlab turgan sizni? Amerikanı taşapmı? Şu ailəm, şu ballarım, şu əyalım, şöyle işliyimiz indi həyatımız, şu köp mənə nə bərgəndən, özü dəldədə. Doğrusu indi verdiğin tərəfdə ata-ana yox. Sizə heç kim yardım, heç kim bir gəlib məsləhət verib, sizin kolla verədən adam yox da mənim tərəfdə. Bir özünüz. Yekkəsiz. Ailə şunun üçün əyal yanınızda. Əyalınız bilan köp нәрsə məsləhətləşəsən o yanda. Dum köp нәрsə. Əgər ailəsiz barıb məsələn bir o'zingiz borganizda sınavlara bardosh berming qaytib kelgan bo'larmi? Yo'q, yeməsədim mən. Yeməsədim. Bər bir könik əradimdə boylaman. Nəçinsə qaytib gəliş, özü həmmə nərsəni birdən pul sistemasından köpüncə. Pul sistemanı yükətib dəngmədən gəlib getilədən. Köp pul bilan getilədi, vəcdə satıladı, bir də məsələn mini bir maşın. Hava qarz alındı, şunu etib rasxodlar ketdi ku. Biletlər qımmat, həm məcədib getilədən bu yana barğandan keyin işləməyin, qaytib gəldi deyən gəp həm yaman gəpdi o. Bu Rusiya emas, ya bu Qazaqstan emas, dərə var, $100 ben var, $100 ben gələr ondan. İndi yanlarım qaytib kəsə. Hava şandan qaytib gəldi deyən gəp həm yaman gəpdi. Şu vaxtı indi bizə köpüncə əyalım bizə yanda gəlib tutduğu adam yox. Bizə işləşimiz gərək. Özümüz həyatımız üçün güləşimiz gərək də köp model də verib. Şu bilən aslan yola düşüb işləb şündət işlədik. Ürgənçib getdik yəni. Özümüzdə nə deyirdi onu? Şu Xarəzmdən iş görsəm, Xarəzmdən iş yandım şündət yürüyüm mən də. Çəlim vaxtdan keyin şundan oldu. Şu 1 il, 1,5 ildən keyin, 1 ildən keyin ama maşın aldıq. Tenizdə maşın bulandan keyin Mesela barğandan keyin bizə podvalda yaşamımızdan bir uyunu podvalında ailəm bilan. Uyum bu xaracatlarını ikimiz çıxaradıqdan, geçdə işdən gələndən keyin arvaça baradı. Yanımızda dükanlar və ya bazarlar yox. Yəni supermarketlərdə alınırdı. Supermarketdən əvvəlcədən alıb arvaça salıb yetərəkləb gələrdik. Yəni krandan suyuna su çıxıb olmaydı, xlorobadan sonra. Şu üçün mən baxlaşıqda su satıb alınırdım 0.5'lik. Şunu salıb əyalım bilan tartıb gələrdikdən ballar öydə məktəbən bərməyəmiz əli bir ay boğan barğanımıza. Keyin aslan keyin ballarım dokumentlərini taxlab məktəbə bərib keyin bitta pul işləyəndən keyin maşın aldıq. Maşını aldıqdan maşından keyin özlərimiz yaxşı işləb yaxşıraq yerə köçdük. Öyünü yaxşıraq şu adını 2 kanalı dom maşınına köçüb şundan keyin aslan ürgənişib getdik də. Həmin ətrafınızda adamlarla bağlıqdır. Yəni məsələn bir ətrafınızda adamlar köp olsa, yerə barasız, birə çakradı, futbol oynayırsınız, hər xil nərsələr oynayırsınız, dərə könüküb getəsiniz də. Bir özünüz qap getsəniz, qıyraq boladı könük iş. Bir özü qap getsə adam. Özü o savanı soranım maqsadı özü bedə adam qıynalı bir idi deyirik bir minusa düşədi ya bir qarza girib getədi. Şunun üçün toxtatmay oynayıverədi. Tab Amerikaya getədi hazır. Nacat çıxanda da bo'ladi da. Tab şura barıb düşkənimdən ya bir cənnət məkan ölkə. Ya. Yəni şunun üçün həmin sorat tutmam. Məsələn barıb düşkənin qayta İbidəki muammalar bilan qandakı nə bu getməyim, kərrəsinə üst getməyim məsələn. Bu yanda Nəzi gəldi? Köp adam mənə Instagramda yazdı da. Unda çəkmiz, uyacaqmız. Unda çəkmiz, qəbizən dərdinə var. Hər xil nəsən Rusiyada yürüb mən. İşim Bomindurtda Rusiyadan qıynalıb getdim. Özü doğrusu aytqanda anksat yerinin özü yox da. Həm yerdə qıyınçılıq var. Siz nirə barıb yaşasanız qıyınçılıq var o. Qıyınçılıq özü gəlməydi. Sınav. Yaşatdırtmızmı? Sınav var, qıyınçılıq var. O Amerikaya bardı deyəni həyatı zor etkilədi deyəni emas. Ya Özbəkistanda yaşab həyatı yaman oldu deyəni emas. Məsələn Özbəkistanda zor yaşab bilgərlər köp. Amerikaya barıb yaş ölməyinə xana verən bu bilgərlərəm köp. İşə indi özünüz təxminən hesab boyunca şöyle 10 adam green card'a utup gitadi deb hesablaydigan bo'lsak, shuni necha birsi qaytib keltirdi deb o'ylaysiz? Yani qaytib kelmaydi menimcha. Kelmaydi. Keldi deb o'ylanmam men menimcha. Qiynalsam shunda qoladi. Qiynalsam shunda keyin yaxshi bo'ladi, keyin dalchisi. Keyin yaxshi bo'lib ketadi. Keyini yaxshi bo'ladi. Shunda borib
Masalan, bir 2 yil davomida hali bugungacha qiynalib yurganlar bormi? O'zini yo'lini topolmay? Bor, nechun? Nechun? Nima sababga ko'ra qiynalib yuribdilar? Endi qiyinchilik deganda nechik masalan qiyinchiliklar aytasiz? Deylik, bir normal bir ish topmay, normal pul topmay, Yo'q, uning yo'q deb o'ylayman. esa nima sababga ko'ra qiynalib yuribdi deb. Qiynalibdi, sog'inadi uyini. Ha. Masalan, do'sti yarari yo'q, u yon tarafda bir ikki haftada bir o'tiradi. Ana shu jihatdan sog'inishi mumkin. Masalan, ko'p bolalar bor, green cardga yolg'iz o'tganlar, keyin kelib uylangan, hozir oilasi bu yerda o'zi u yoqda ishlab yuribdi. Ana shu niylar bor. Ana shu jihatdan qiynaladi. Lekin mehnat etsa, menimcha bu yerda o'ng'is bo'ladi deb o'ylayman men. Odam mehnatdan qochmasa, harakat etsa. Harakatsiz hech narsa bo'lmaydi lekin. Mehnat etmaydigan odam bo'lsa, bu yerda qiynaladi. Shu noto'g'ri qaror qo'ydim degan o'y o'tganmi ichingizda? Hozir yo'q. Shu vaqtda bo'lmadi. Shu vaqtdan bo'lmagan. Endi dalshizdan bo'lmasa indidan bilinman, hozir yo'q. Xato qaror qilib qo'ydim degan narsa Xato o'tmadi yo'q, ichingizda. yo'q. Bu yana borib birinchi pulingizni shatib ishlab topgansiz. Birinchi pul shu tikuvchilikda. Tikuvchilikdan o'zingiz Tikuvchilik. sohasi bo'yicha. Bir dana bir Samarqandli bir odam bor-da, Dilshod aka degan. Shu Samarqandli odamni topdim men. Shu tikuvchilikda ishlaradi. Shu ishga kirish jarayonini aytib berishmanda endi. Shunda meni katta bir nima bo'lgan tarafda tikuvchilik sexi. Fabrikami? Yo'q, 5-etajli tikuvchilik sexi, 4 etajli, birinchidan 4-yadon giyim sotadigan, kostyum sotadigan yer. Ana shu yerda Kimlarga? O'zbeklarniki? yo'q, Amerikanstaniki. Shu yerga men ishga girdim. Shu yerga shu orqali shu odam ishlaradi. Shu odam aytdim. Shuni aytdim, men shuni tikuvchilik bir oy orqali topdim-da, tikuvchilik qo'limdan keladi dedim. Asa men dedi, menejer bilan gaplashib yuraman dedi. Menejer bilan tarafda menejerning aytgani bo'ladi-da bu yerda. Menejer yoshlik shug'ullanmaydi, menejer shug'ullanadi men ishda bilan. Menejer aytib ko'raman dedi, menejer aytgan. Ish boshqaribsizlar. Meni chaqirdi. Men bordim ishga. Men aytdi, imtihon etamiz dedi. Bitta bir dona Ukrain qiz ham kelgan ekan. U imtihon etib ko'ramiz dedi. Kostyum predelka atib bilasanmi dedi. Ikki kostyum ikkinchi chetini o'zi kerak edi. Tim bilaman dedim. Keyin imtihon etdi. Chavuna imtihon etdi. Bo'ldi, sen ish oldik dedi. Indikapta shu kundan kel ishga dedi. Dokumentlaringga akka dedi. Shu bilan ishga tushib ketdim. Shu vaqtda $23 to'lardim men satini. Satanang. $23. 8 soat ishlardik bir kunda. Ana shu niyadi. Dekilli zo'r edi bu ish, dum zo'r edi. Bu yerda har hafta oylik beradi. Oy bir oyda 2 marta emas, har hafta. Har haftada tushadi oylik. Ana shular yaxshi edi, zo'r edi. Shunda ishlab topib, keyin qiziqish bo'ldi-da menda hozir. Amerika pul ishlab topdimmi, qarasam, endi birinchi borgan odam prosta so'm bilan planlashtirib yuradi-da beyda inson. Bir vajni do'konga girsangiz, qimmat do'konda vajlar. Bir vajni $20 desa, $20 misol. $20 desa, $20 $250 ming so'm, shug'una $20 mi deb o'ylaydi-da. Lekin u yoqda ish boshqacha, bu vaqt topish. Shuning uchun shunga nisbatan shundayda u yoqda. Ana shuni qiziqib boshlaman, oylik olib turibman, zo'r boraman, hurmating bor, ishlab 9 oy ishlayapman shunda. 9 oy ishlab, 9 oyning ichida lekinli o'qib trakni pravosini olganman. Har 2 ishdan tashqari. Har ishda 2 kun dam olishda har haftada. Har haftada 2 kun dam olish. 2 kun dam olish vaqtimda neya trakni o'qimoqqa borar edim. Trak o'qimoqqa boraman 2 kun ichida. O'qishda ya'ni xohlan vaqtingiz borasiz, o'zbeklashib ketdi-da uni. Xohlan vaqtda borasiz, qog'oz beradi qo'lingizga, imtihonda aytiladigan gaplar. Shuni yoldaysiz, aytib berishingiz kerak. O'zi shu borib ishlagan sexizning ichidan ham netsa bo'larmidi? Karyerni rostasa bo'larmidi? Karyerada o'sib yetishning iloji bormidi? Bo'laradigan ko'p yillar kerak. Ko'p yillar kerak. Siz nada o'tirarmidingiz ya? Nima deyman? Biz oddiy xodimda. Biz oddiy ishchimiz-ku. Bu yerda jonlanib ketish uchun bir 10 yillar tilni zo'r bilishingiz kerak, ingliz tilini. Shu ishchilar ish berib menejer bo'lish uchun ko'p yil kerak-da. Shunday. Ya tikuvchilar ham netilganmidi deyman-da, kategoriyalari bormidi. Yo'q. Oddiy tikuvchi, masterda. Uning gapi yo'q. Ingliz tilini bilmaganingiz qay darajada sizni
ayağınızdan çalan. Dum köp ağam o. Dum köp. İngilis dilini bilmeyen. İngilis dilini bilsem köp işlerim tez bitirədi mən o yan tərəf. İngilis dilini bilməsəniz sizin arkanızdan köp adamlar iş edədi da. Birəvlər Şularni açıp verin kanıfta. Birəvlər siz üçün iş edədi da. İçki iş mesela. İndi məsələn bank işiniz var. Bankdan kart alışınız gerek, pul alışınız gerek, o alışınız gerek. Şu birəvini aparışınız gerekdir sizə belə. İngiliz dili bilen o. Ava. Özbek adam. Amma məsələn doktor bolsa birəv bilan gəpləşişiniz gerek, telefon vurub gəpləşədim yerləri var. Şu yerlər olsa İngilis dili bilən adama iltimas etmirsiniz. Yardım bərabər, ünnət bər. Bu an bir vaxt yardım bərədir, bir vaxt yardım bərmiydi. İşte İngiliz dili biliş derecesi neçəlin boş gerek de bu işiniz. Bir 50% bilsəm zor. 20-30% bilsəm zor da bunu məncə. Gündelik yapılan hiç olmazsa Gündəlik işi özünə gərək yapılan bilsəm zor. İndi az İngiliz dili təyərləmir gələn onu onda Bemallar yapıyorlar. bu bir deyən nəsə də bir ölçüdə. Ular bemallar yatadı ular. Şunda ben de barıp 9 ay tükücülükte işlep keyin doğru traka ötüp Trakot gitmişiz. çəkəm mən o. Bu traka işe caylaşır zərəyanın çıxıb boğan. Köpçülük azı şöyle oturgan green card'a tamamda oturganlaram. Şu trak təlimən deyən nədə oturtdular ha niyetdə. İndi yaxşı provasını düşündük. Birini provası ötməyədəkən, yanını provasına tapşırasız, rasxodların çəb oladı. Bu nəni nədən tapadı? Oxuşdum. Okuş nədən tapadı? İş nədən tapadı? Traktın özü oxuşu hazır mənim üçün 3000 dollar, 3000 dollar oxuşuydu. Oxuş özü. Dövlətə tonayadan pul oxuşuydu. Bizə şu vaxtı 2000 dollar oxuramız. Mən 2000 dollar oxuramı. Examen üçün adını pul tonayadı 350 dollar. Ancaq nə vardı? Keyin şu oxuşda həmmən nəsə ürgətədi. Examində gərəkli versən bax. Şuların hamısını ürgətədi. Trak provasını alğandan keyin iş tapış üçün trakça işdən köp nəsə yox mənim tərəfimdən. Dum iş köp trakçılar. Nəsə kompaniyalar açıb getdi, özbəklər açıb getdi kompaniyalar. Özbəklər də işçiydi kompaniyası. Kompaniyada yəni o trak alıb getdi kompaniyasına, şofer gərək. Şofer nətəddən şu trak bitirgənlərə Til biliş bilməslik bariyeri var mıydı? Yaxşı, biliş gərək hazırdım. Yollarda azı təkşişmənə köpdə. Biliş, az biliş gərək. Heç an nədən yatırsan, nədən batırsan, nerə batırsan, nədən çıxdın, yük nə alıb, maşını verəcəm, biliş gərəkdən dinləsən. Bu siz içki logistika mı ya nelərə çıxadı o? West Amerika boyunca. Amerika boyunca. Amerikanın həmmə ştatına baradı. Alaskaya barması mümkün. Şu 48 ştata baradı həmməsi. Aylanadılar. Özbəklər, Xarazmlər köp açıq getdi onlarla. Kompaniyalar köp işləb şu şoferləri alıb, trakları alıb. Hazır indi deyilik yaxşı şu provasını aldı, işini tapdı da hələ indi bevasitə şu işini özünü, qiyinçiliklarını yaplaşsaqdan sıfır. Trakını. Hava. Nausu qıyın. Trakını həmmə nəsəs qıyın. İndi yəni niçik? Birinci özü Amerikaya barğandan keyin ata-anadan uzaqda barmadı onun. Hava. Musafirmiz ku bərabər. Traka getilədi 2 həftəlab. Ailədən uzaqda. Ailən bilən barğan təqdirdən. Hava. Musafirdən musafir dedilər ku. Pul cihətdən yaxşı. Adam özünü dərədiklə baladı da. Özü necət ötədi şu 2 həftə müddət. Aşur nə vaxt bərin? Aynən nausu qıyın o saxanın. Şu məsələn Sınavdan qıyılamaz. bu vaxtları birinci çıxan vaxtların trakını taşığanmam mən. Bir aydı. Edən məndə. Eydən mən trakını. Şu birinci çıxan mən. Şu bir ülkəmiz var tərəfdə şu bilan birgə çıxan mən. Çıxandan onu işini görüb dangda 4-dəmi 3-dəmi yük almağa varğanmız bizə. Aha. Dangı 4-də. Ki mən o bilan düşüşüm gərək qaxa. Yanında ürgənişim gərək. Qınça balış gərək yükləni, içana girib qazanı dolduruş gərək. 4-də turub gözünü uqalab yəni soğuq idi o vaxtı. Dum soğuq idi şu soğuqda girdim. İndi oturursuz, öyle oturursuz maşından düşmüyor otururam oxşunda. Şu gün aytdım mən, bir çıxan günüm. Bu iş mən üçün məsələn dəb oyladım. Bu iş mən qıyın ekan bu işdən. Bardı, yürüdük, 2 həftə yürüdük şu vaxtı. 2 həftədən keyin Yükünü alıb getdiniz. mən heç qaçan ailəmdən 2 həftə uzaq yürüməyəm mən də. Xatın balacanla. Xatın aytdım, bom ekan bunu. Mən də xatırlamam ayalım heç qaçan bir iş etəmən desəm, yox, ünnətin deməyin də. Məsələn, iş bom idi dedim mi trakla bom idi dedim. Qıyın etməkdir. Koyun siz biraz özünüzə yaxatın işlətin dedi də. Hamma oxşundu. Heç qaçan mənə yox siz qılsınız gərək, pul tapsınız gərək. De bunun gəplərini heç qaçan aytmadım da. Şunun üçün şu yaxşı dedim, taksi işləbirdim. Taksi işləbirdimdən keyin ki Corala bilan gəpləşəm mən qoyan tərəfdə. Pul işlətdirəndən görəm mən. Qızıq başam durmaqdı mən. Cəzam işlət. Hava, şundan. Keyin şu maşın qatnaşını nə mən gəldi bir dostum var, şan tərəfdə. Akılxandayam. Şu ucu
Şu ishda ishlaydi 17-8 yil bo'ldi. Shu yerda chiqsangiz dedi, o'rgatamasiz dedi. Yaxshi dedim, men shu bilan birga chiqdim mashina qatnashga. Hozir ishida uzr gapingizni bo'ldim. Siz traktor tursiz-ku, yuk bilan hozir aynan sizni shu car holder ikkisini nasi nima farqi, plus minusi, ustunlik tomoni. Car holderda mana o'zimga eng yoqadigan yeri geshda uxlaydigan ishdan u. 9-10 dan keyin bemalol. Hech kim sizni bezovta etmaydi. Haydashingiz shart emasda unda. Dam olib ishlaydigan ishdan u. Lekin bir dana qiynaladigan tarafi issiqmi, yomg'irmi, sovuqmi tushib mashinalarni yuklab, mashinalarni tushirib boylash kerakda unda. Shu o'zi odam jismoniy mehnati bilan ta'minlanadi. Jismoniy mehnat. Mana endi jismoniy mehnat sal yana yoqadi, shuning uchun bitta shu ishni aytsam, arg'i yukdan ichiga geshda uxlatmaymilar. Arg'inda masalan yukni olib bergandan keyin olib borib berish kerak uni. Yuk olingandan keyin olib boradigan yere vaqti qo'yiladi-da. Shu vaqtida olib borib berish kerak-da, vaqtidan kechikmash kerak uni. Car holderda uni emas. Car holderda uni emas. Car holderda shu bir kun yarim kun buzilib qoladigan narsa emas-ku mashina. Bir kun yarim kun kechiksam hech nima bo'lmaydi-da unga. Tushuntirsa egalar tushunadi-da mashina. Yo'lda bunday oldi deb tushuntirsam baribir tushunadi-da. Lekin sizlar shu deadline'lar qo'yilami? Shu oyga olib borsak, masalan bir mashina olinsa 5 kun olib boriladi deb olinadi-da. Birinchi kun olinsa 5-chi kun olib boriladi. Bu lekin 2-3 kunlik yo'l o'zi. 2 kun 3 kunda boriladi. Shu birinchi kun olinib, ikkinchi kun, uchinchi kun bemalol olib chiqiladi-da. Shularni zo'rdan ishni. Ham jismoniy mehnat asosiy. Oylikni nechik? Oylika menimcha ikkisidan hozir birda bo'laman, ikkisidan. Arg'ini hozir aytib, hozir qilib ko'rmayman arg'ini. Ko'p ishlamayman unda. Bergi bilan pashti dengda bo'laman. Salgina farq etar, salgina. Car holderda ko'proq. Car holderda ko'proq. Car holderda ko'proq. Ustunliklar ham yaxshiroq. Car holderni to'xtamay ishlansa ko'p pul topiladi-da. Kelib yana 7 mashinani yuklab, yana ketilsa ko'p pul topsa bo'ladi. Lekin odam baribir xaridamda ozgina. Ya'ni sizda bir necha kun o'zingiz bo'lasiz-ku mashinada. Shu sizga nechik ta'sir ko'rsatadi odamning o'zina, psixologikmi? Ta'sir ko'rsatadi, siz shuni shatib yengib o'tgansiz. Boshlar toza chiqqan vaqtlarim qisliq qaradim. O'zbekiston bilan gaplashib, bu bilan do'stlar bilan gaplashib, o'zimni yurishim bilan ularning yurishini taqqoslab ko'rardim. Ular axir traktor yurgan odam bir haftalik ovqatlaydi-da. Xolodilnikda turgan, uyingdan pishirib chiqqan bir hafta xolodilnikda turgan ovqatni yeymiz-da biz masalan. Mashinada xolodilnik bor. Xolodilnik ham narsa bor. Ustoga dumzo'r uning ichida. Xolodilnikda turgan ovqatni yeyiladi. Uy yandagi bolalar bilan gaplashaman, ular hammasi zo'r qiladi. Moyab ketdi. Moyab ketdi. Tarz evat. O'zimni hayotni nima bilan solishtiraman. Necha kun tutdi ekan deb ish qilib solishtirib, shu vaqt qisliq ish bo'lar edi. Lekin hozir men o'rganib qolman o'zidan. O'zim men shu yursam azat beraman, bir o'zim yursam, kalla dam olib, bitta shu muddatda bir narsalarni rejalashtirib ko'pmisiz o'zingiz uchun? Siz nechun savol berganimni aytaman sizga. Traktami? Traktor rejalar. Ya'ni ishi ko'p muddatni siz yo'lda o'tirasiz, yolg'iz holatda. Shuni bir unumli o'tkazishni rejasini tuzib ko'pmisiz? Yo'q, reja. To'g'ri chiqaman, bosaman, yetaman. Yo'l bo'yi kino ko'raman. Kino ko'rasiz. Opam akam bilan gaplashaman, do'stlar bilan gaplashaman. Eng zo'ri Instagramga giraman. Shu Instagramga shuning uchun boshladim hozir. Shu Instagramda shu qo'yaman shundamda shu taqib ko'rib, hamma o'zi shu planetib rejalarni no video chiqarsam ekan, shuni o'zim o'ylab boraman. Shuni kontent baldingiz. Kontentlarni tuzaman. Bemaloldan u ish uchun yoqadi. Masalan, uyda o'tirsangiz, uyda o'zi o'rganib ham qolmayman, uyda o'tirasam ham kelmaydi-da. To'g'risi, dara ishga chiqib ketaman dara. O'rganib qoladi ekan, odam bir ish baribir. Shu yerda bir savol bor ekan-da, masalan, o'rganib qoladi dedingiz-ku. Birinchisi, girganingizda umuman men uchun yoqmaydi ish deb turadi. Inson любой bir ish etsa, qiynalib keyin shu ongsatlыкка chiqami, yo bo'lmasa o'zina to'g'ri kelmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, bir umr qiynalib o'tamiz shu narsada. Nima bo'lmaydigan ish bo'lsa deysiz, o'zingizga yoqmaydi. Bir vaqtlari o'zimizga yoqmaydigan ishlar ham ishlashga majbur bo'lasiz-da. Oylar o'zgarib uchun-da. Lekin baribir keyinchalik balki yoqib ketadi unda. Menga masalan trak yoqmagan. O'sha yoqib ketishi aynan nov faktor bog'liq. Menimcha ko'p narsa pul oladi. Agar yaxshi oylik beriladigan bo'lsa, boshqa ish ham o'tsa, masalan men tikuvchilikdan ketishim kelmaydi. Chunki o'zim yaxshi ko'raman o ishni. Ko'p aytganman menejerga, men oyligimni salgina ko'tarib ber, men ketasim yo'q ishdan. Men ishlasim bor deyapman. Biz to'limimiz u ishdan. Chomanda bir 300-400 dollar qo'shib ber deyapman-da. Har haftalik oyligimni deyapman. U xohlamagandan shuni. Hozir siz aytib turgan ishni eng
Size yakadon tomonini oldu. Eng yaqin shu mashinalar bilan. Mashinalarni haydash zo'r maşinlar. Hamma mashina haydab ko'rganman. Siz qarg'oldirib yuklayadigan mashina. Hammasini haydayman. Bosib kirasiz. Hamma masalan katta auksionlar borda men tarafda. Shulardan yuk olinadi. Auksionlardan katta yerda har xil mashinalar oladi. Xalaringizda haydab ko'rishingiz mumkin-da. Ana shu yoqada mashinalarni haydash, keyin mashinalarni yuklab boylab, o'zingga ishingga bir zavq olasan odamda ham. Bir ko'rib, mashinalarni xo'shroq turishini ko'rib, Ko'ngilsiz hodisalar ham kuzatilganmi shu davomida? Ko'p bor. Masalan, u karholder ishida, masalan, siz mashinani olib borib birovdan oldingizku mashinani klientdan. Siz shuni bir yerini kirchmin, hech yerini buzmin olib borib berishingiz kerak. Toza chiqqan vaqtimda kichkina o'g'lim bilan bordik, mashinalarni taqlaymiz deb. Kichkina o'g'lim kilitni ichida qo'ygandan Hyundai Santa Fe edi shu vaqt. Ichida qo'ygandan mashina qulflanib ilinkan mashina. Kiliti ichida qolib ketgan. Toza opit yo'qdan, tajriba yo'q, toza chiqqan mashina. Shunda o'zimizning O'zbekiston variantni atorka bilan diqib, sim bilan bitib ochajak bo'lganman, o'lmayman lekin. Mashina eshigini shunday qirchib tashlaganman. Shu vaqtda $1400 o'ttirdim shuni. Olib meni oyligimdan olinadi-da Opel. Shu vaqtda shuni $1400 borib, ana shuni ustaxona, o'shadan olib borib zo'ttirib, egasini topshirib kelganman shu vaqt. Mana shu opit Yana nechtalar bor? Keyin uni shu vaqtda bir ustada ochtirganmiz uni-da. Yana ko'p bo'lgan, dim ko'p, hozir ham bo'lib turadi. Masalan, mashinalarni shu ko'pincha. Yani bir-birine deyizib qo'yib, qistanib, shoshilib, yani narsa bo'ladi-da shu. Mashinalar ham o'zingiz haydab joylaysiz-mi? Hammasini haydab geçen. U masalan, aytib auksionlar o'zi javobgarlikni bo'ynidan olmaymi? Masalan, siz borib bir soat shuda o'zlari yuklab. Yo'q. O'zingiz yuklashingiz kerak. O'zingiz yuklaysiz. O'zingiz yuklab, o'zingiz nima bo'lishi kerak ekan, ehtiyot. Yo'llarda qarab, yo'llarda har xil vaziyatlar bo'ladi, har xil narsalar bo'ladi. Qarab, nima tufayli yarasida. O'zi Vanda yo'llar bilan bog'liq nechik muammolar bor. Shu yo'lda yurisiz, bir gaylar bilan bog'liq muammo, shtraflar, radarlar bilan bog'liq nechik muammolar bor. Bu yanda ko'pincha ko'p odam o'zini qonunida deydi-da, tezligida, o'zini yozilgan tezligida. Shuning uchun shuncha ham ko'p avariya bo'lmaydi deb o'ylayman. Avariya kam bo'ladi. Bo'lsa ham dum jolla avariyalar bor, uxlab qolib, ana shunday bo'lishi mumkin. Gayda ham polis tekshirib turadi har vaqtdan bir tutib, yani endi uni ko'playman desam ko'pdan boshladi-da. Ayting. Sizni masalan gaylar deylik to'xtatib turib shu ayni amerikanец emasligini bilgandan keyin qandaydir bir nima qilish harakat qilammi? Yo'q, uning gapi yo'q lekin. Tabiiyki. Yo'q, uning gapi yo'q. O'zi ko'pchilik Amerikaga pul uchun qiziqadi. Shu yerlarni aytib bersangiz-da, o'zi u yerda haqiqatan ko'p pul topsa bo'ladimi? Ko'p pul topganing biz bir ko'p pul xarajatni talab qiladi-ku. Ha. Shu yerlarni nechik bo'ladi shuni ochib o'tsangiz. Amerikada ko'p pul topsa bo'ladi dedim. Lekin ko'p rasxot ham ko'pdan dedim. Rasxot ham ko'p. Masalan, oila bilan bordingiz-ku hozir. O'rtacha oila bilan borilsa, Siz o'zi rasxotingizni ayting, общий bir oylik necha so'm rasxot? meni rasxotim $6,000 oladi. $6,000. Svet, gazi, internet, xarajat, hamma narsa shuning ichida o'rtacha $6,000 boradi. Bu yerda o'tirgan bir ikki yoshlar borib $6,000 topsam, $1,000 yesam, $1,000 yersam nima o'tiribdilar? $6,000 rasxot edi. Lekin boshqa borganda undan bo'lmaydi. Toza borganda ozroq bo'ladi. Endi odam unchalik yaxshi pul topib boshlasa, o'zini shunchalik komfortni yaratasi keladi. Yaxshi mashina minasi keladi, yaxshi uyda yashasi keladi, yaxshi yeb ichasi keladi, masalan. Shunga qarab odam bilmagan holatda o'zini ko'p rasxotga urib qo'yadi-da. O'zi bir o'zi borsa odamni eng minimal o'lik qamayın deb yashasa, necha so'm rasxot etib biladi? $2,000 ketadi deb o'ylayman. Ba'zi bilan 2,000. 2,000. Bir o'zidan olsa $2,000 ketar. Necha so'm pul orttirib uy yonidan yorib biladi. Endi non ishlatishina bog'liq axir u. Bor trakay deydi. Trakay desa unga uy ham kerakmi? Shu trakning ichida yashaydi ko'p bola. Trakning ichida yashab, balkim 10,000 verar, balkim 20,000 verar. Endi uni ishlashina bog'liqdan o'zi ham. Endi necha so'm topsam
Shu Allohim barakatini bersin. Men bu narsaga qarshiman-da. Ko'pchilik Amerikada ishlab yurgan deylik traktchi bo'lsin yo boshqa soha vakili bo'lsin, yo o'zbeklarda bir xato tushuncha hosil qilib qo'yishi mumkin-da. Men kunida 1000 topib turibman, yo kunida 2000 topib turibman deydi. Ya bolalar shuni kallasini o'tirishib qoladi-da, ya fikri dardi shunda bo'lib qoladi-da. Masalan, bor 1000 topgan taqdirimdan ham hozir men boraman, oyna 30 ming topaman ekan. Xato tushunchadan shu. Shu nechik masalan? To'g'rimi shu? Yo'q, ba'zan ko'psi yolg'on. Shu YouTube'dan ko'p odam blog chiqarib, bir oyna 20 ming topdik, 30 ming topdik, tabar xil gaplarni aytib blogerlar bor, shuni chiqararlar. Shundan ko'p odam siz aytganingizning fikri o'zgarib, uningning unchalik pul topishi yo'qdan boshqa. Ishlab turgan ishindan ham qo'li sovuq qolib, uncha men ham shu borishim kerak, shuncha pul topishim kerak deb uni ilojisi yo'qdan, borgandan uni ilojisi yo'qdan. Bargina shu realni aytingani, masalan shu borib turib, o'rnashib, bir oyna 10 ming dollar orttirish uchun nechalar voqeanda yurish kerak, novlarni o'rganish kerak. 10 ming dollar orttirish uchun birinchi ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Ingliz tilini zo'r bilish kerak. Qonunlarni qilish kerak. Qamalib ketmasligingiz uchun. Shu yan tarafda ayamaydilar odammi? Deb bir xato etding, tamom. 10 ming dollar orttirishni o'zi ham bo'lmaydi-da, to'g'risi. Dum katta ishlash kerak shunda. Harakat etish kerak, dim jalli. 90 ming traktor chiqsa bo'lsa, 90 ming haydashi kerak traktni. Bir 10 mingdan ham ko'p topishi mumkin. Bir 5 ming ham topolmasligi mumkin. Qiyinchilik ham shunga yarashadi, ha? O'zi qarang, sizga milliy savol bor. Amerika hayotini yoritib turgan blogerlar bedagi yoshlarni shunday chaqirib olishlari o'zi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'zi masalan, Vyanni hayotini qiziqtirish qay darajada to'g'ri yoshlarni deb hisoblaysiz o'zingiz? Vyan tarafda imkoniyatlar ko'p, to'g'ri, borgan yaxshi baribir. Imkoniyatda yana o'qisa yaxshi yerlarda ishlash mumkin. Amerikada yaxshi pul topdi degani O'zbekistonga foydasi bor-ku. Pul beradi, uy oladi, mashina oladi, to'g'rimi? Har xil o'zining ehtiyojlarini bajaradi. Ina qarang, masalan, hozir yoshlar Vyana borishi kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan nov sababına ko'ra borishi kerak. Agar yo'q, beda qolaver desa, nov sababiga ko'ra qolishi kerak. Ikki savolga javob beringlar. Vyana borish bo'lsa, shu o'qib, yaxshi natijalar erishsa bo'ladi-dan, keyin kelib berdim yaxshi ishlasa bo'ladi. Agar o'qish kerak-da. Vyana borilmaydigan bo'lsa, masalan, beda qolish uchun nov sababiga ko'ra qolish kerak. Beda imkoniyatlar ko'p-ku hozir, ishlayman desa, biznes etaman desa, kredit berib turibdi. İşleyman desa, biznes etaman desa, biznesga yo'l berib turibdi. Menda hozir bir nima bor? O'zim men shunday hisoblayman. O'zi chetga ketib, Amerika bo'lsin yoki green cardda narsada yurganlar orzu havaslari o'zidan ortiq ketgan insonlar deb hisoblayman-da. Ya'ni o'zimiz shunday o'zi. Shunga erishish uchun avval o'ynab o'tirganda o'yinda shunday bir kod yozilar edi-ku. Pulini ko'paytirib beraman, sразу yana ko'paysa, sen bir narsani sotib olib tashlaysan. Deylik, Amerikaga borgan ham ular uchun bir kod yozgandingda, pulini ko'paytiradi. Biz bilan shu bera kelib turib navgadir erishishku, yo yana borib turib qolib ketaman degan odamlar kam-ku, masalan, o'zingiz ham. Bu yan tarafdan siz aytganingizdek darrov hamma narsa birdan erishib bo'lmaydi-da. Sekin-sekinlik bilan atiladi. Bu yerda ham shunday-ku, masalan, astan-astan bu yan tarafdan borganda ko'p odam o'ylaydi, shu yanki bordim, hamma o'zim zo'r pulni olib, bu yerda shaqirdatib uylarni qurib, mashina olib tashaman. Yo'q, bunday emas. Boyim darrov boyib ketchakmisan, Amerika sening uchun emas-da. Dal shu keyinchalik boyishing mumkin. Undan o'zingning harakatingga bog'liq. Ishlasang, mehnat etasan, Xudo bersa bo'ladi-da, o'g'ajon. Xudo yuqtirsa bo'ladi-da. To'g'risan. O'zi Amerikaga borib ham ishlab 10 yildan hech narsa bo'lmagan odamlar bor-da. Bor shundaylar. Lekin ishda 1 yil 2 yil ishlab hamma o'zida bo'lgan odam ham bor. Endi Xudo yuqtirsa bo'ladi-da, o'g'ajon. Alloh bersa bo'ladi. Har kimni rizqi. Har kimni rizqi. Masalan, ishda yaxshi pul topib turgan bolalar bor. Men hozir ko'rib turib, mendan yaxshi yashaydigan bor odamlar bor ishda. Amerikada men yashasimdan yaxshi yashaydilar. Ko'rib turib, hozir hayron qolib o'tiribman. Zo'r, uylarni qurib tozalab, shunday etib qo'yibdilar. Lekin ishda ishlaydi ular ham. Shunda ishlaydi odamlar. Masalan, shuncha aytaman-da, hamma o'zini mehnatni qilib, sababini qilsak, Xudo yuqtirsa bo'ladi-da, o'g'ajon. Ishdan harakat etsa bo'ladi deb o'ylayman. Agar o'xshadi, masalan, menda yana bir barada green cardda o'tib o'xshadi, Amerikaga ketdi, ishlab o'tdi.
O deyəni o am Özbekistanda yerlərdən boy yaşaydı, millioner deyəni emas. O am minnət etib tutdu, sənin yaşab tutdu o am. O am Xuda yuktursa boladı da ama. Amerika degan vaqtimda men o'zim ham shaxsan tushunamiz ya bir gangsterlar yonda bir ko'chada yurgan bir o'g'rilarmi bo'lishi mumkin, bir fohishabotgan qizlar ya bir ish qilib Şunun ne? Çok savol beradilar Instagramdan. shundaymi haqiqatdan? Yo'q, uning emas. Ular Yine mesela oilaviy hayotni o'ylagan taqdirda ham bir jiz vakillari oila qurdi degan narsalar kallaga keladi. Ko'p odam shuni deb o'ylaydi ekan. Ko'p odam dekilli Amerikani o'zini xalqi ham yomon ko'radi uning narsalarni. 350 milyon aholi bor masalan, to'g'rimi? Bizda 35 milyon 40 milyon aholi bor, to'g'rimi? Bizda 10 barobar ko'p. Har xil odam bor yon tarafda, har xil. Masalan, biza bilganlar, biza masalan atrofimizdagi odamlar hammasi zakonli yaxshi odam bor. Uning hech qanday O'zi u yondagi oilaviy qarash nechik? zo'r dum oilalarni hurmat etadi. Yo'q, o'zi masalan o'zaro Amerika oilasi bilan O'zbeklarning oilasi o'rtasida farq yoki o'xshash jihatlar. Men Amerikanlarning nechab yashashini uncha tushunmayman, bilmayman. Ularni oila, ular ham shu bizda deyotib yashaydi oilada. Shuning 4-5 bolali uyinda. Ular ham shu oila bola chaqa. Bola chaqa, shuning ular bizanikidan farq etadi ularning yashashi. Masalan, ular mentaliteti boshqacharoq-ku. Ular masalan 18-20 yoshmi, 10 institut bitirgandan so'ng o'zlari addiniy bolalar addiniy chiqib yashaydi. Ota-onasi addiniy qoladi. Ana shunday bizda endi boshqacharoq aksariyat. Lekin ota-onasiga bo'lgan hurmat, ana shunday narsalar kuchli ham tarafdan. Endi yomon odam qarang, yomon odam ham yerda bor. Yaxshi odam ham yerda bor. Yomon odam Amerikadan bor, O'zbekistondan bor, Rossiyadan bor, Amerikadan bor. Bizani tasavvurlarimiz içinde hakikaten bormi? Yani O'zbekistondagi geçiş hayot nechik? Yine siz mesela oila bilan bordingiz, oilangizni bir tarbiyasini yoki qadriyatlarini ta'sir ko'rsatadigan omillar bormi haqiqatda yo'qmi? Yo'q, men oilama yo'q mesela. Bize mesela şu O'zbekistonda necha biz shunday yashaymiz. Oilamiz bilan uyda ovqat pishiramiz. Yo'l to'sarlar, nada yo'q. Yo'q. Uning narsa endi 4 yil bo'ldi men borgansam, mendan ham 10 yil oldin borib yashaganlar bor. Shular bilan gaplashsam hech qachon niyat bo'lgan emas. Hech kim masalan bolangizni sizni tarbiyasini daxil qilmaydi. Yo'q, uning narsa emas. Ya bir maktabda bir narsalarni targ'ib qilmaydilar. Yo'q, uning narsa. O'zi bolalaringizni narsani ichib bo'lgan. Endi oilasi bilan boraman deganlar uchun maslahat masalan maktabga berish jarayoni. Maktab berish dum maqsad men tarafda davlat maktablari bor, hammasi mut maktablar. Til bilish bilan bog'liq muammolar bor. Tilni bilmaydi, meni bolalarim ham bilmay borgan, lekin tarjimon beradi. Shu bolalar o'rganib ketish uchun. Qo'shimcha xarajatmi ular? Yo'q. Mut. Shuning uchun nima dedi shu? Maktabni o'zi tashkillashtirgan. Ova. Azan 8 dan boshlab bitta 3 odam bo'ladi maktab. Maktab kelib avtobusda ikkitadi. Uyingiz yaqin bo'lsa o'zingiz olib borib tashlaysiz. İngliz tilini toza borganlar tarjimon beradi. Ish qilib 3-4 oyda bolalar o'rganib ketadi ingliz tilini. Bu maqsad bolalar o'rganish. Astan ingliz darajasi oshib boraveradi. O'zingizni hozirgi masalan oiladagi olgan tarbiyangizni shu bolalaringizda qay darajada saqlab bilib turibman deb o'ylaysiz? Men biza yoshlikda biza boshqacha hayot yashamizdan, to'g'risi aytganda, biza 2000-yillar bo'lsa, masalan, yoshligimiz 20-26 yillarda biza ko'chalarda yurib, yoplarga tushib, biza boshqacha hayot yashamiz. Men dengdushlar biladi. Masalan, bu boshqacha hayot bo'lgan bizada. Hozirgi bolalarda boshqacha, o'zi telefon, Hala u Amerikada bo'lsa, hala bebedan bolalar, o'zi gрамотный bolalar. Bolalar aqlli berdan o'zi. İngliz tilidan IELTS'dan olib turgan bolalar bor. Yosh bolalar, 10-klass bolalar masalan. Bu lekin bizning yashashimiz bilan, biza yashagan muhitdagi bilan hozirgi bolalarning osmon bilan yer farqi bor. Hozirgi bolalar dengasaroq bitdi-da. Men o'zim bolalarim misol ish buyursa aytib qiynab turadi. Men o'zim shunday. Shu qiynab turadi-da. Jismoniy mehnatdan ham ko'ra aqliy mehnatni o'zi odamzodni o'zi dengasada, o'zi hammamiz. Masalan, dengasalikka qarab boradir. Nechun desa qarang. Siz bir ishlatchaksiz-ku, nodis. Qarig'anda izzat yashashim uchun, qarig'anda ishlamasligim uchun 50 yoshga kirsam ishlanma. Ishlashni o'zi hech kim xohlamaydi-da. Men ham xohlamayman, qani men bir yildan pul kelsa, hozir dam olib yatsam.
dengesel üzerindeki dengesizlikni yengib işleymiz lan. Mehnat etamiz. Şu ballar ham şu dengesizlikni yengish uchun bitta ozgina men endi ko'proq ish beraman, unda tamam pul yudistiraman, uyda masalan, uyni sirdistiraman. Masalan, gerek güdük işlerini ettiraman. Uyni işlerini pozudana yudistiraman. Mesela biz aytganmi shu ishni qilmas istadim deganlar. Endi ular salgina atasizlari kelmaydi. Salgina nim deb turadi. Lekin men lekin shu o'zbekchasini tarbiyalashni. Shuni masalan saqlab Ava, qolganmiz. o'zbekchasini tarbiyalashni aytaman shu. Masalan shu balazni tarbiyasida shu yonni muhiti siniqqanini sezganmiz masalan qaysidir bir odatlari ya ular o'tib boratir bular ham degan xavf bormi? Fikrini aytadi yani, o'zini. Bizda yana akamiz so'rlasa indamay o'tiramiz bizda, to'g'rimi? Ha. Akamiz, opamiz so'rlasa indammiz. Ular bunday indamay o'tirmaydi axir. Ular o'zini fikrini aytadi. Yo'q, xato yursa beshora xato buni deb aytishni o'rgatadi ular maktabdan. O'zingning fikringni aytishni o'rgandingda. O'zini shaxs sifatida o'zini donatadigan ular yosh bo'lsa, yoshlikdan. Hozir masalan bolalar men bir narsa desam, men ham gaplasam bo'ladimi dedi. Gapla deyman. Kim o'zini uchun gapini aytadi. Qarang, masalan o'zi shu narsa borasida-da bu yondagi erkinlik deysiz-ku. Qaysisi birsi o'zi to'g'risi deb hisoblaysiz? Yo'q, erkinlik deganda o'zi masalan erkinlik hammayda bor. O'zbekistondan bor, biznes etsang ham bor. Yo'q. Hazrat yo'lda yursang yana erkinlik, hech kim hech nima demaydi. Bolalarni tarbiyasi borasida masalan hozir siz fikrini erkin bayon qilib bilasiz deysiz-ku. Qayta men o'ylashim bo'yicha, men psixologman. Normasi shu deb o'ylayman-da men. Qayta bizada buzilish bor. Men ham shuni deb o'ylayman. Men shuncha fikrini so'rayman. Bu nazorat degani, bolani nazorati degani, uni fikrini nazorat emas-da, uni tarbiyasini olasan ba'zir. Ya'ni aytadigan ishlar bor, aytilmaydigan ishlar bor, uni ta'kidlaysan-da, lekin ya bizada hayron ota-onalar fikrini ham ta'kidlab qo'yadi-da, ya'ni mustaqil fikr bildirishni ham ta'kidlab qo'yadi. Bir voqea aytib beraman shu narsa. Taksiga yetalab o'tman Amerikada, taksida o'tman. Azam bilan bir ota bilan bir bolani maktabga tashlash uchun oldim men. İkisi chiqdi. Ular uyini o'zgartirajak ekanlar, uyini. Arendasini boshqa uyga ko'chirajak ekanlar-da. Boshqa uyga ko'chsilsa, boshqa maktabga boradi-da. Shunda ham bolam fikrini so'radi. Sen qarshi emasmisan? Qancha klassingda bola? Bir 8 yosh bola, 9 yosh boladan 3-klass. 8-klassda edim, 8 yosh. Shuni fikrini so'radi tutdi-da. Ki ya bolam katta odamlar deyim bizani kallamizga kelmay, yangi bu odam, yangi bola fikr bir tutdi. Bunday desamiz, bunday bo'ladi debdi. Men endi hamma gapini bir 70-80% eshitib, tushunib o'tirdim. Ajin deb tutdi-da. Men ham iloji boricha shunday aytaman. Masalan, bolam deyman, meni bolam katta bola, 14 yoshida. Bolam deyman, ishini aytacakman. Nechun desa, bolalar hozir bizdan aqllidan bular. Amerikada o'qiydi masalan, kallasi yaxshi ishlaydi. Bolam shuncha aytacakman. Desam, dada dedi, imdatali deb yaxshi fikrlar chiqadi. Masalan, ular ham maktabda psixologiyadan dars beradi-da. O'sha qisnib o'tirsam, kelib menga dalda beradi yanka. Hayotda taslim bo'lmas kerak. Nima deydi? Bir narsalar deb yo maqollarni inglizchalik maqollarni aytadi. Now we give up dedi. Hech qachon taslim bo'lmadi dedi. Shuning uchun fikrini so'rashni ma'qul deyman bolalarga. Prosta bolalarni erkin ham qo'yish kerak. Hozir oilalarni buzilishib, oilalar to'g'riga mindirgan sababi nima? Bolalarni erkin fikrlab bilmasligidan. 21 yoshida uylantirib tutdi, unda fikr yo'q umuman. Unda hali bir gap ham yo'q unda. Opasining akasini gapini aytadi. Opasi bir narsada boradi, xotini bilan urishadi. Xotini bir narsada opasi bilan urishadi. Xotinni uynaga beradi. Barakka. Ikkitacha ikkiladi-da. Ona shunday oilalar bor. Men ham chiqishgan o'sha. Hozirning odam hozir fikr yuritishi kerak, o'zi o'ylanishi kerak. O oila bu. To'g'ri, ota-onaning fikri boshqacharoq o'shuning uchun. Masalan, birovning qizini olgandan keyin masalan men ham qizim bor. Siz ham qizingiz bor. Sizni birov qizingizni ertaga uzatamiz biz, to'g'rimi? Masalan, shunday deb azob bersa sizga yoqmaydi axir. Siz uni bir umr ishlatib ko'tarib boqdingiz uni, to'g'rimi? Sizni qizingizga bir azob bersa, u yomon ta'sir etadi-da odamga. Shuning uchun odam mazg'ini o'zini fikri ham bo'lishi kerak-da. Opam uning dedi, akam uning dedi deb oilani ajratib berish, yo bolalarni yetim etish, yo xotini azob berishdan yeri yo'q to'g'risan. Prosta endi ikkidan tinglab, lekin endi men ham shunday mavzularda Instagramdan qo'yib turaman-da. Birinchi ajrashmalar nelardan. Men ham 15 yil yashaganman. Men psixolog emasman oilaviy. To'g'risan.
Lekin men ham görmeyen günüm kaman da. 15 yıl yaşadım ben ailemle. 15 yıl yaşadık yatırmaz. Hem ben sen görüp gelmez. Şu ama acışı için sebep bir dana xiyanat bolsun mümkün. Başka sebep yok. Acışı ailenin, ballarını netice için de. Şu için ballara köprak özüne fikrini bildirişini, özünün şahs sıfatında danışını yetişecek. Bu hem insan. Doğru mu? Bize köp oyduğumuz ne bu ballarıma ücret etip berin, maşın alıp berin, demiz ki mesela. Basamız pulunu cadat atıp. Ballar kıynalmasın. Siz hem doğulğanda, ben hem doğulğamda iş nasıl doğulğamızda dünyada doğru mu? Şu doğulğan vaktimizde bize hem rızkımız var ki doğru mu? Şu balların rızkı var da özüne doğulğanında. Belki erten yine siz maşininiz var doğru mu? Bu bala bunların zor maşinası mümkün. Köprak bize ballarını hazır okutup özünün fikrini aytışını hem özünün şahs sıfatını danışını yetişecek. Değil mi? Ya bir öğlen gep bana kulak saladı ona emez. Anşunun özünün Aslında bir neyim var adı ku? Mesela tayyor balık ne gep var mı? Ona karma gep var idi. Özü tutuşturuyor. Hareket etsin de. Ben balamam. Tünü gün bize bir UCL Beeline diyen kampanya var. Bir yan taraftan Verizon, T-Mobile diyen kampanyalar var. Şöyle bardık. Ben bir iki tane bize ben balamam. Balamam. Şakada göpeşedi. Keyin bir iki tane Özbek geldi. Hatırla İngilizceni bilmedi. Ya bala gep çüntür ölmeyin durdu. Ya bala. Keyin aytdım balama bar urget gepleşip berdi. Keyin yanka tercüme etip gepleşip berdi. Yani menajer aytdı. Sen bize işe gelesen mi dedi. Yanka işe gelesen mi dedi. Çason beresen depti o. Tabii $400-500 heptesine da. Keyin madde dedi iş çıktı tuttu dedi. İşlesen mi mektepten keyin gelip dedi. Çason bere de yani $400-500. Balam dedim sen dedim az $400 urgen kasan dedim. Sen dedim şu $400 bilen kalasan sen şunda dedim. Şu fikirleşken $400'lık oladı dedim. Sen mektepte yaxşı oku, senden az nan çay sorap durganım yok men dime. Sen atadığın işin okuş. Okup ber, zor etip instituta girip sen urlarak $1 milyon tapışarak edip senden bana pul gerek miydi? Sen özün için yaxşı edip bir iki anşını motivasiyalarını beremem, ballarım ben nefesiyende de özüm hayatımdan gelip çıkıp da doğrusu. Özü neçə ulanı gələcəkini planlaşdırıb qoysunuz. Yəni məsələn əgər ular məşuda qalaman ki didon bolsa tosqunluq qılmısmı özü ya olmasa bana ektiş ne izbamısın? Yani Özbekistan'a geliş. Doğrusu etsem Özbekistan'a geliş niyeti yok ulanı. Lakin Özbekistan'da üylentiriş niyet var. Şimdi onu gelecek hayatını bize bilinmez. Xuday Taala biladi, Allah biladi özü. Lakin özümün niyetim şu anı Özbekistan'a bir ayakını paylaşla. Mesela bir de üylentirsem ulanı. Aile xatının ailesi bir de ondaki xatına moq ekkeledi de onu Özbekistan'a. Doğrusu xatını ekkeledi ki. Şu bir ayak baylanadı da bulanı bir yere. Sizin özünüz ne? Planınız neçik? Özümün planım indi mən doğrusu onu hazır bir nəsə də yapmamıydı. Lakin şu imkaniyet barınca işləyəm. İşləb. Mesela ne karandan balla ikisi bir anda olsa. Mesela iki oğlum yanda olsa, özün bir de olsan, ballasız hayat ne olacak gerek mesela? Şunu aytdım bana. Mesela. Eğer kayıt kelemem desey, ulayanda kaldıramam desey. Şu için mesela gelirlerini bir de alsam, bir balam şu öylentiradan tut, 5-6 yıl öylentiramam ulu oğlum mu? Mesela gelse ballaram gelip, 2-3 ay bir de kalıp, yani 3-4 ay bir anda, şunu bir oyliman, indi bir xuda biledi onu ne yap olsun. İminin nərsədən qorxmusunuz məsələn hazırganda komforta öyrəndiniz, yaxşı pula öyrəndiniz. Şunu bir нәрsə bax o. Krisinaya bega deyən нәрsə. Hayatını özgərtirişə mi? Yox, bir axırına yetib barış mümkün bolmagan nərsəni izində qoyub öyrəndiniz yoxmu? Yəni şunu bir momentində toxtatıb bilmeyin kasam gerek diyen korku yok mu içinizde? Menimce men demez hemen şu anda yaşaydı orada bada bölüm aslında. Köpsü bilen yaplaşamam ki. İşlep öpümüz ku deydi bol. İşlep öpümüz ku. Darışı hayat ne çıkıyorlardı da bu savar veremem bizden kettelere de. Çetçe istese bilinme işlep öpümüz ku öyle deydi da. Ben özümden oylamam. Nice temenek yani. Özü bir mənala özgərib ketmədi mi hayatınızda? Deyilik bir məlum bir məna bilen kəlləjdəki oy xəyal maqsad bilen yaşab öyrədiniz. Şana indi bardınız, şərait öyrəndiniz, başqa oldu, yaxşı komfort. Beydəki oy fikirləriz bilen yandakı
deylik o'zingiz o'zgarib ketmadingiz masalan bunyod o'zgarib ketmadimi? O'zgardim shuni. Necha Necha taraflamadan. Bu yerda men o'zimni fikrimni aytadigan darajadagi inson emas edimda, to'g'risi. Bir fikrlashim, ishlashim, boshqacha fikrlab yurgan odamimizdan bu yerda. Bu yana borgandan keyin o'sha bu yon tarafdagi muhitni ko'rib, bu yon tarafda shu bir o'zing yolg'iz qolib, qiynalib, shundan keyin odam baribir opit yemlaydi ekanda. o'sadi. O'sadidan baribir tajriba oladi. Tajriba oladi ekanda o'zini hayotidan. Bu yon taraf bana doğrursam hazıradan fayda oldu deb turibman. Fayda oldu deb o'ylayman hayotima. Uchun esa birinchi oilani qadrlashni, oila bilan yiqildik, turdik birga, ayolim bilan masalan, qiynaldik. Bir so'm ishonatib, pulni yetirolmay qolgan vaqtlarimiz ham bo'ldi masalan. Bo'lgan shunday. Xarajat ololmay qolgan vaqtlarimiz ham bo'lgan, non yegan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun bir so'm ishlatib, ikkiyamizda birga. Menimcha hammada o'g'anda bo'laman, Amerikada yashagan olarak. Shuning uchun shu vajani masalan bildik. Bu yerda masalan qiynalib qolsang, do'kondan borib ham qarz olib kelib yurasiz-ku. Bo'lmasa otanang vaqt turishi mumkin, og'ayni. Bir uyda yashagandan keyin shunday. Shu vajani masalan o'zingiz mustaqil hayot kechirishni o'rgandikda. Bu zo'r narsa u. Shu mustaqil yashashni o'rgatadi ekanda. Oila bilan borib. Endi ko'p odam Rossiyaga borib, Qozog'istonga borib, bir o'zi yakka ishlaydi-ku. Bu vaj bilan bu yana oilaviy ketishdan farqi bo'ladi-da. Oilaviy degani bir o'zingiz borganingiz, bir o'zingizning mas'uliyati. Oila bilan borganingiz deganingiz, o'sha oiladagi hamma mas'uliyati boshingizda. Uni ta'minlash kerak, ishlash kerak. Yeb ichari, kiyimi, kechaki, maktabga boradi, maktabdan kelish kerak, undatish kerak, ishga bir xil tashvishlar bor. Shu vaj baribir odamga foyda bo'ldi. Menga masalan foyda bo'ldi. Ko'p jihatdan bu. O'zimni topib olishimda. O'zimni topib olishga ko'p foydali bo'ldi. O'zim bir kitobdan odadir eshitdim, o'qidimmi? Shunda aytadimda, bir insonni, ya'ni sana bo'lgan qadri o'rtangda kechirgan qiyinchiliklarni miqdorina bog'liqda. Ya'ni masalan, nachina armiyadagi frontoviklar bir-birsini qalin deydigan bo'lsa, nachin desa jonli qiyinchiliklarni birga kechirib o'tganlar-da, ular masalan, naryadda turgan, tayoq yegan. Va. Ishqilib, tanan qochgan. Shu deganning masalan, oilaviy hayotni ham qadrli jihati ikking birga nechik qiyinchiliklarni boshingdan kechirib o'tganingda. To'g'ri. Bir-biriga qaragan vaqtingda sezasan-da. Shu. Nolani birga boshingdan kechirib. Shuning uchun shunda bir-birini qadrlash bo'ladi-da. Shunda tushunasan. Sen uchun novisha tayyorligini, uni. Sen unga uchun novisha tayyorligini oiladan. Masalan, shuning uchun ham qiynalgan vaqtingda ajralib ketishni yoki shuni tanlaydilar-ku. Agar shu momentda deyman bir kurashilib o'tiladigan bo'lsa, naborot qayta mana bir yildan keyin qadr oshib boraveradi insonlar bir-biriga. Men ko'p odam aytaman-da. Shu xotin qizlar ham, men Instagramdan yozsalar aytaman. Birinchi shu yashulusini, xo'jayinni, erini fikrlarini eshitib, to'g'ri tushunib, to'g'ri yo'l netishine yordam berish kerakda. Masalan, menga masalan, men o'zim hayotimda men hozir ham Amerikaga borib trakaydanman men. Taksichilik etaman desam, xotinim hech qachon qarshi chiqmaydi-da. Masalan, trakdan ko'p pul keladi. Lekin taksidan yarim pul keladi shuni. Yo'q, siz trak edashingiz kerak demaydi. Basın siz üddəlik qo'lingizda keladi, qilassiz deydi. Basın, ustachilik etaman dedim. Trak o'tadigan ustachilikka boraman dedim. O'zim bilan bordi, qilinsiz qilib bilasiz, lekin puldan qolajak. Bu ya pul kelmaydi, yaxshi pul. Az pul kelib turadi, lekin qilassiz shuni dedi. Men aytchagim, eğer bir ish qilajakmi, iloji bo'lsa qo'llash harakat etish kerak deyman-da. Bir bo'lib qo'llash. Endi shunda menimcha bir-birine bir mehr-oqibat, shunda kuchli olamiz deb ham o'ylayman-da. Ayniqsa shu musofirga chiqqanda bilinadi-da u. Ne gap bo'lishi. Ko'p odam noto'g'ri menga savol beradilar. Bolalaringizni maktabda har xil narsalar o'qitmaymanlar. Unda aytmaymanlar deb tam to'g'risi. Yo'q, bunday narsa men o'zlaridan ham so'rayman. O'zi masalan bolalaringizni o'zini ham hozir endi kattaroq dedingiz-ku, bunisi. Bir hayotiy
maqsadi bormi o'zini rejasi? Rejalari bor. Bundan onu rejalashtirib turibdi. Ish qay darajasi Pul shuni? topishib rejasi qurdi. Yo'q, yordam berasiz-da. Men yana masalan aytaman, bolam deyman, yine ish kasblar yaxshi deyman. Bir kasb yaxshi, qaysi qada sana? Sen o'zing ham kasb tanlashni Amerikadan gap chiqib aytdi. Amerikadan. Ya O'zbekistondan emas, Amerikadan. Amerikadan masalan bir bo'laman dedi, 10 ming kar bo'laman dedi. Bir 10 ming. Endi hozir nima desam endi? Hozir men o'g'lim bir yaxshi maktabga girdi. Yan tarafda maktablar 3 bosqichga bo'linadi-da. Boshlang'ich, o'rta, keyin high school, katta maktablar. Shu katta maktabga qaysi maktabga girilsa, shu yaxshi institutga girishine foydavor bo'ladi-da. Shu hozir yaxshi maktabga girdi men bolam, xudo shukr. Ya'ni high schoolga girdi. Yaxshi high schoolga girdi. Shu yaxshi high schoolni endi bitirsa, yaxshi institutga girsa, institut bitirgach aslında ishlab ketadi. Bir degandan ko'p pulaylik qilish shart emas. Odam bir degandan ko'pash kutish ham shart emas. Asosiysi yaxshi, to'g'ri yo'lda yashab, ishlar, o'qishni bitirib, ishga girsa, aslan muomala yaxshi bo'lsa, muomala, birinchi o'rinda muomala, ishlagan yerda. Muomala, bir-birine hurmat yaxshi bo'lsa, aslan indiklar ko'p oylikka o'tib boraveradi u. Deylik, navga hozir o'zingizga maslahat berib, nima tursiz yo'naltirib. Endi shu ulug' bolama nima bo'ldim? Advokat bo'ldimman-da. Amerikasida advokati, har xil advokati bor. Har xil yo'nalish advokatlar bor-da. Migratsiya bo'yicha advokat bor. Jinoyat bo'yicha. Aynan qaysi bo'yicha advokat bo'ldingiz? Shu men jinoyat bo'yicha advokat bo'ldim. Jinoyat bo'yicha. Advokat bo'ldim. Lekin ko'p o'qishi kerak-da onun uchun. Advokat bo'ldi turibman. Endi uni o'zi ham xohlashi kerak-da u ishni. Biroq IT bo'l dedim, IT bo'laman dedi. Keyin endi advokat bo'lishni xohladi. Endi chiqib Işte size Amerika bergen eng katta darsi nimada bo'laysiz? Har bir gapingga, har bir atgan odamga ana shu vajni to'g'rilashdim qiyin-da, unda bir xato etsang. Ya'ni xatoda endi nazarda tursiz. Har xil xato bor-ku. Noto'g'ri yo'llarda yurib qo'ysang, hayoting izdan chiqib ketishi mumkin. Izdan chiqib ketishi mumkin bir deganda-da. Opasniy. Endi u masalan aytib tursiz zarar odatlarga berilish. Ichib, yurib, hamma narsa imkoniyati bor-ku bu tarafda, pul bo'lsa. Shu imkoniyatdan o'zingizni suiiste'molot farqli ishlarni qilib, ichib mashinalarni haydab, bir deganda oilang buzilib, oilang netib ketishi mumkin-da. Oilang deb ajrashib ketish emas, просто hayoting izdan chiqib ketishi mumkin. Sen ishlab yurgan ishingdan bo'shatib beradilar. Ish topilishing keyin pravolaring yo'qolib ketadi. Ya'ni o'g'lon eng katta dars har bir odamning o'ylab bosish kerak. O'ylab hamma 7 o'lchab bir kes deydi-ku. Shuni 70 o'lchab bir kesib o'ylanib etish kerak-da. O'ylanib, xato etmaslikka harakat etish kerak-da. Sizni u yondagi jonli bir chiniqtirgan vaziyat qaysi? Trakka chiqib, trak yo'llarda buzilib qolib, ana shu vaziyatda ko'p, endi hozir qo'rqmaydigan bo'lib ketdim men to'g'risi. Birovlar savol beradi-da, shu qo'rqmaysizmi boshqa shtatlarga borsangiz, endi yo'q. O'zi bu yerda bir shtatdan farq qiladimi deylik, masalan, biza shu televizorda ko'radigan bo'lsang, uning bir mikrorayonlar bor bir edi, getto deymi, o'rdiku. O'shada bir nelar bo'ladimi? Girmasi kerak edi, tamam. Girmasi. Bu yerda Amerikada har bir shtati O'zbekistonda katta shtatlar ham bor, O'zbekistonda kichkina shtatlar ham bor. Kattadan u yerda. Shu har xil yerlari bor. Hamma shtatda cholash yer bor. Yomon yeri. Shu girmaslik, shu yo'lda davom ettirib, aslan ishlarni qilib yetiraveradi. Girib baribir mashin topshirib chiqish bo'ladi baribir. O'zi nechik masalan, u yerda bir o'zbeklarning huquqlari himoya qilinganmi? Hamma agar sizda masalan bir o'g'irlik qiladigan bo'lsa yoki bir yo'l to'sarlik qilib, tahdid qiladigan bo'lsa, siz o'zingizni himoya qilib bilasizmi u yerda? Qonun hammaga bir-ku. Qonun hammaga bir. Endi ko'pincha boshqa davlatlarga chiqqan vaqtida o'zbek ekan deb turib hech kim aytib o'tirmaydi-da, uni izina borib o'tirmaydi-da. Uning gapi yo'q. Qonunni bizningizmi, siz green kartangiz bo'ladimi? Amerika fuqarosi bo'lasizmi, boshqa bo'ladimi? Qonun oldida javob berasiz. Deylik, masalan, shuni izina borib turib, boradi. huquqingizni himoya qilib turasiz. Qiladi, nechun qilmaydi? Yaxshi ekan shu. Sho'lari zo'r. Shu siz o'zingiz masalan bolalaringizga birov yo'lda so'llasa, yo siz urishak o'zasiz bilan, urjak o'zasiz, yer urjak o'zasiz, uning vaji hech qachon bo'lmagan hali. Shuning bo'lgan taqdirda qonun himoya qiladi. Uning narsa yo'q. Kimga murojaat etasiz shunday vaqt? Militsiya, polis.
İşin vəcib adam bizəni özbekçilikdə. Bir nəsə çıxıb yola bir çavur giysə, ya bir nərək giysə, açıq saçıq giysə, uzu xəyal başqa cə var da. Ram tərəfdə heç kim bilən işi yox da. Həm özünün işi bilən, ailəsi bilən aylanıb var. Qayta siz onu bir rəngini qarabinət, yəni etibar bərərsəniz, o betər şübhələrdən universitetdə də olar da. Dərət yaman nəti tutdu da müraciət etsin mümkün. Heç kim bilən işi yox, həm özünün işi bilən. Tushunarli. Endi eng katta og'riqi musofirlarning sog'inch. Nishatib kurashasiz shu bilan. Gündə gəpəşəm öydəylər bə. Eng ko'p sağanadı onam shu apam ekan. Statistikani ko'rgandim-da. Shunda odamni baxtini nima qilib ko'rganda, o'rganilganda inson ko'pincha jo'ralar bilan o'tirgan nimasini qadrlaydi ekanda. U ya ishindan emas, kerak bo'lsa oilasidan emas, boshqasidan emas. Jo'ralar narsa nishatib aytasiz. Endi jo'ralar bilan tarafdan jo'ram bor, shular bilan o'tirishamiz, lekin BD'lar bir boshqacha, nima desam, boshqacha deganim yoshlikdan birga o'sganmiz-ku BD. Ana shu taraflar. Gündə bo'lmasam 2-3 kunda gaplashadi. Endi masalan menda masalan 100%, 100 dana jo'ra desa, примерно 100. Shuni masalan menda hozir 70-80% yo'qdan. Yo'q. Hozir Amerikaga ketgandan keyin chiqib yo'q o'zi. Shuna borganingizdan keyin 4-5i qolgan o'zi 4-5i shu gaplashib turadi onimiz shu. Men aytib bo'lsam, men o'rganib qolmanman o'yan tarafdan. Men o'zi o'rganganman o'zi. Nima deysiz? Sog'inib, davomli yig'lab, bunday gap bo'lmaydi to'g'risi. O'zbekistonga kelib eng birinchi aytadigan ishingiz nima? Apam ekan bilan aylandik, ish qilib, oila bilan shu. Novni o'zi ko'p qadrini yetgansiz vataningizdan chetga chiqib. To'g'risini aytsam apam ekanmi, dim ko'p. Ayniqsa ekanmi. Men akam bilan dim ko'p ushgan bolamandan to'g'risi, dim ko'p. Akam dim ko'p qopatganman-da o'zi. Lekin shu chiqib, bolalarım hozir ulg'ayib, men shu hozir yoshlarim aytamandan. Hozir biz 20 yoshlar, 15 yoshlar bolalar, biz ham 15-20 yoshlar vaqtimizda o'ylamayapmizdan o'zlarini. Bir minni bo'ladi debdan. Hozir odamning aqli 35-40 yoshlarning o'zi boshqacha aql kiradi-da. 50 yoshda boshqacha aql kiradi. Akama ba'zi vaqtda gap qaytarganmiz, xapat qo'ygan yerlarimiz bo'lgan. O'ylamayapmizdan bunday narsalarni. Hozir yana o'zim bolalarim 15 yoshlar bolam-ku yana katta. Hozir bir narsa desam so'llaganimdan yomon ko'p birinchi kallama shu ekan. Akam bilan netganimizda shu apam xapatganim, opam so'llanganim, shu netganlarim degan. Akama telefon urdim bir kun azonda. Yo'ldaman. 2 haftalik yo'ldaman. Akama urdim, akam aytdim, shunday bo'ldi bolam bilan. Men dedim, shu vaqtni tushunmagan ekanman. Hozir tushuntirman, meni kechiring dedim. Akam aytadi, bolam, qo'ysan uning gaplarini. Akam yig'lab, sendan ming razımız bize apang bilan. Uning gaplarini o'ylama dedi-da. Men doğrusu maqtanish emas, apam akam diriklik vaqtimda rozichiligini olgan bolamandan doğrusu. Xizmatini qilib, dalchiqina qilamiz ukam bilan. Qilib ham gatirmiz. Ya'ni shuning uchun men hech narsadan qo'rqmayman doğrusu. Hayotim ham gazini bosaman. Hech narsadan qo'rqmayman. Opam gundozam bilan, opam bilan gaplashaman, akam bilan. Endi birovlar uchun maqtanish bo'lib qolmasin. Maqtanishsiz, men shunday olgan odam bo'laman. Xudo behisob shukr. Shuning uchun ham hech kimdan kam emasman. To'g'ri birovdan orqadadirman. Birovdan oldinda, Xudo shukr, lekin o'zimni topgan odamman. Shu har kun azam bilan opamga telefon etaman. Har kun azam bilan telefon etaman. Opa, yaxshimiz, oyda turibmizlar va men yo'lga chiqatirman. Men yaxshi bolam, bo'lmasa-da bir 10-15 minut gaplashamiz, qo'yamiz. Keyin shunda akam shu telefon etganda akam aytdim, ishning sizlar shuni aytibsiz, xafa etganman shu vaqtlari. Lekin hozir mus bolam shuni ulug' bolam shuni aytibmiz, xafa etdi meni desam, bolam qo'y o'zdan o'ylama. Biz sendan rozimiz, ish shu bolalaring ham aqlli, sen hozir tushunish harakat et bolangni deb akam nima ber. Men aytchagim ata baribir boshqacha fikrlaydi. Bola nisbatan ata aqlli odamda u baribir. Ata aqlli. Biz atani aqlsız deb o'ylaymizdan yosh vaqtdan. Biz men aqlliman deb o'ylaymizdan. Lekin ata bizdan ko'p daraja aqlli. Bolalar ham shuning deb o'ylaydi. Siz de onu biləsiz deb ham o'ylaydi-da. Siz hayotni bilasizmi sizda? Lekin hayotni sendan ham o'tib ketgan. Bolalar ko'psi akasini so'llashi mumkin, xafa etishi mumkin. Iloji bo'lsa so'llamasligiga harakat etishak, u narsadan chetroq yurishak. Nechun desa bu qaytar dunyo deydi-ku. Qaytar dunyo boy gapdan u.
Və boy gap, tamam? Qaytar dünyada yəni şu sən etsən, nə o yaxşılıq etsən, ata-ana şu sənə zor olub qaytardı da. Nə etsən, yamanlıq etsən ham, yaxşılıq etsən ham. Maksimal yaxşılıq etsə hərəkət etəcək bu oldu. Şimdi bir ne işitmedim da 7 yaşında dedi bala ben ekem hemen seni biledi ekende bolide ekende. Nə var? Şimdi dedi 12 yaşına girgende dedi. O ben ekem dedi hemen seni biler bir de ekende bayta da ekende dedi. Şimdi dedi 18 yaşa girip dedi. O ben ekem özü dedi hiç beşte bilmeydi eken dedi. Ava. Sen uz yaşlılar Şimdi de var şey bir 30'lara barganda dedi. Ekem mameslet yere gelgende bayta da dedi. 45-50 yaşına baradı, ata-ana dünyada ötken boladı. Şu ekəsi aytqan gəplə gələdi. Yeyəndən keyin ekəm daha ekən dedi də. Doğrusan mı? Şu vaxtında uçmaz gərək də. Ne bir Xapa etməz. Arazı ettik koydum yani sen. Siz damlanan şimdi gap bakıyor. İki adam eşekli işlep oturmasın dedik. Ya var, hayqaşı. İki adam eşəkli işləməsin. Razılığını ağanam, razılığını amanam. Şu deyənin iş üçün razılıq deyəni işi ata-analarım içindən ballarından razı boş gerek təpəm oylayım ata-analar bakın. İçində özü. Şu balanın zor şəkillərini zor bulub getişinə ata-analarım səbəbçi. Yaman boq qalışına ata-analar səbəbçi. Birləri ata-ana balları niçik nəsəm ata-ana içindən narazı bola verət. Balasından narazı. Çünki maksimalni mən oylayım şu ballardan ata-analar içindən razı boş şey. Şu balanı ertən zor bulub getişinə faydası var ama. Yani bala bəzi bir yaş vaxtı naqız bir nəsəni bilməyin qılıb durğan boşu mümkün. Qılad, həmmə qılad onu. Lekin ata şunu ullub oturup bildirtdi. Ava, belədir. Şunun üçün şu Xudayın Ötürüb hər şey. Şu geçirib yola salış hərəkət etişəkdən. Mənimcə bəlkə 5-6% adam vardır əkəsi apası bilən xapa olmağın əkəsi apasından. Mən həmmə xapa oladı verir. Verir, gəp gəlir, gəp çıxışmı kalamayırlar. Şularında atanı vəzifəsi şu ballara yol göstərişdə böyləmənə. Bizədən bulturadı balların bilən. Deyir mən aslan oturub düşündürəmə. Bana bunu niləməsin də. Çünki maksimalni şu ballarım düşünüş hərəkət etişərəkdən. Düşünüşə. Şunda bəlkə acışmalarım kəm bularmadı. Doğrudan da. Bizə indi İslam dininə etiqad qılanımızdan keyin yanda özü musulman olub yaşaş qay dərəcədə qıyın. Umumən qıyınçılıq yox. Məsciddə isə bax. Halal ovqat tapış. Halal desə həmmə yerdə bax. Mən həmmə yerdən halal ovqat tapama. Ərəblərinki, Türklərinki, həmmə ştatda bax. Ya zaman doğru trakta işkinəldənə barıb al kitçən oxlarman bu anı. Mən yaşayıdan ştatda Çeysi dükarla bax, Özbekli açıq götdü. Həmmə nərsə bax, həmmə nərsə bax. Çünki mən yaşayıdan ştatda Ürgəniş Dumaq satda. Gələdi. Filadelfiyada yaşayım, Pensilvaniya ştatda. Gəyəndən Ürgənişki də şu Özbekistana barğan deyin, ha yankıyır. Həmmə nərsə bax, dükanda, həmmə nərsə. Bizə yedi onun nərsə. Sinə məsələn, yana gitdiniz qaxı. Niyə yaşaşınızını, qay ştatda özünüz belirləyirsiniz onu? Şu birinci anketa doldurdular da, yəni green card utqandan keyin. Şu anketa doldurğanda, yəni adamın adresi, familiya, nələri, adı, familiyası girzələdi ki. Şunda baradon adamız, yanına baradon adamız. Şu ştata barasda ki. Şunu yanına barasda. Kim özgərtib biləsmi? Özgərtib biraz. Başqa ştata barsan da var. Lakin başqa ştata barıb hazır özünüzün qılıb duran işinizi davam qıldırıb biləsmi? Bilməm axılda. Köçüşünü oylağanmam mən başqa ştata. Başqası. İşi nəyə don? Özbəkistana gəlincə oylağanma. Mən Texasa köçüşünü oynamam. Texasa. Mən üçün Texasam köp barğanman da, maşın qatmam. Nə üçün yəni? Elə. Birinci məktəbləri zordur. Məktəbləri zor reytingli məktəblər, həm üylə arzan, həm bizə yaşadığın yerdəyi kiçkinə öyünü pılını yönətib kətdə havlu cayılsa boladı. Yeri kətdə. Həm trak işi üçün həm zor. Yüklü bu yerdə yük çıxadı. Şunlarla oylağanman. Azı şana köçüb biləsmi azı? Nə o elə Tosqonda qət qaldı sizə köçməsi ki? Oğlum doğrusan istəm, oğlum bir məktəbə girdi, yaxşı məktəbə. İndi aşı dini savalımızda yəni davam qıldırıb qoysaq, çet el aynən şu Amerika insanın imanını gücəydirəmi yoki əksinçəmi? Allahla ortanda münasibət gücəyədir, gəpləşəsən, nətəsən. Qayta əksinçəyin məsələn köpçülük oylaydı, yəni barıb durub
bir namozxonada ham hamma narsa inglashtirib, Yo'q, ichib yo'q. chekish yoki Yo'q, qizlarga qiziq ketadi. Uning narsa yo'q. Uning Qayta narsa yo'q. ko'pincha aytishlik, Ava. ko'pchilik borib Ava, o'zi ko'pchilik borib hayoti o'zgartirib baribir shu Xudoy taolo bilan yaqinlashadi. yaqinlashadi, Alloh bilan yaqinlashadi. Yana borajak bo'lgan odamlarga tavsiya kimlarga bu yana borishni umuman tavsiya etmaysiz? Hammaga tavsiya etaman. Dengasa bormasa bo'ldi. Dengasa odam. Dengasa odam Dengesalar bedam kerak. yo'q, dengasa o'zi ish yo'q yon tarafda. Hozirgi davrda, aynan kimdir endi oktyabrda o'ynalam green karta. O'sha oktyabrda o'ynaladigan bo'lsa, nechalim mablag'ni men bo'lak olib qo'yganim ma'qul. Hozir hech qanday mablag' ham olmagani yaxshi. Klub green karta o'ynashi kerak aslida. Utgandan keyin aytiladi bu ishlar. Yo'q, deylik, chiqdi-da didon bo'lsa, Green karta nechalim masalan planlashtirsinlar xarajatni. O'zingizga green karta chiqqandan keyin green kartada men yozib qo'yadi-da. Green karta chiqdi degani sen Amerikaga bording degani emas. Shuning uchun ishlayotgan ishingdan bo'shama, mashinalaringni sotma, uyingni sotma, hech nima dema. Sen Amerikaga borishingga konsul xalatadi deb yozilgan. Utdi deganing, getdi deganing emas. 50-50 da. Necha odam o'tib qolib ketganlar ko'p, buninglar elchixonam chaqirdi. Zayn sotmay. Ova, duncha bu ishdan bo'shanlar ham bor. Rostdan bo'shuninglar. Ishdan bo'shab, bo'ldi green karta. Axir green karta o'tganingizdan keyin ham 1 yildan keyin sizni viza beradi-da u. 1 yildan yuridi u sizni dokumentlaringizni tekshiradi, sizni chaqirishi kerak. Elchixona sizni chaqirsa, viza bersa, siz Amerikaga borib turasiz. Viza bermasa borolmaysiz. Yine bir yılamça bir bala o'tdi viza ham bergan ketishim bor, bu yurgani yo'q bu. Shuning uchun o'tildimi dokumentlarni aytish kerak, ham shu o'z ishingda davom etish kerak. Hech kim aytmas kerak. Men Amerikaga ketdim deb ham hech kim aytmas kerak. Bo'ldi, tamom endi men deb hech kim Qo'chqar aytmas. so'yibmi? Umuman hech narsa kerakmas. Kutish kerak-da. Keyin ana shu vizani olib ketib 1-2 yil ishlagandan keyin kelib qo'chqar so'yaveradi keyin. Pul ishlagandan keyin. Endi baring yaxshi o'tib, yana borgan odam birinchi 6 oylikda navlarga e'tibor berishi kerak. Birinchi 6 oylikda olib borgan pulini taqsimlab ishlatishi. Bu yerdan olib boradi-ku yanında pul. Masalan, ishga tushganda, masalan, ko'p odam boradidan iPhone telefon, kompyuter, uni deb aqsatdan o'n tarafda olish vajdan. Boradidan shu vajdan olib tashlaydi kreditda. Keyin uni to'lash kerak uni olgandan keyin. Har oyda to'lov keladi, har oyda to'lashing kerak. Bu tarafda u to'laming bo'lmaydi. Bu yerda ham to'laming bo'lmaydi. To'lash kerak olgan vajdan. Shuning uchun shu olib borgan pulini tejab ishlatib, darra toza mashina minmang, sal o'rtacharoq mashina minib, ko'naroq mashina minib, shu astan ishini hayotini yo'lga qo'yib olgandan keyin kim bo'ladi? Hamma o'zi olib. Bu yoqda ongzat bo'lsa kerak, mashina minish. Mashina minish u 3-4 darajali narsalar ular. Falon odam mashina minib turadi endi. Prosta sal natish kerak, tejab vaqtida astan keyin ishga tushib, pul topib, bitta kelib turadigan pul bormi? Bir yerdan keladigan pul bor ishlab turibdi-ku. Ana shundan keyin aytsa bo'ladi-da. Eng og'ir kuningiz bu yondagi. Bu yonda eng og'ir kun? Og'ir kun bo'lmayman. Og'ir kun bir vaqti kechki 2 da trakim yo'lda buzilib qolgan, shu bo'lgan. Menda o'ning og'ir kun. Og'ir deganda og'ir deb o'ylayman, og'ir kun deb o'ylayman men. Yaqinlarni yo'qotsa, ova, masalan, bir oilasini bolalari kasal bo'lsa, ayoli bilan ajrashsa, ayoli bir yomon yo'lda yursa, shuni bilib qolsa, shuni o'zidan og'ir deb bilaman-da. U hayotni bu aytiladigan ishlar bor-ku, masalan, bu mehnat. Kundalik mehnatdan sinovlar u hammada bo'ladi u. Ova. Og'ir kun deb aytilmaydi. Og'ir kun yaqinlaringni yo'qotsang, masalan, otanangni yo'qotib qo'ysang, Allohim o'zi hammamizga uzoqdan qilsin. Shuning o'zidan menimcha og'ir kun deb bo'ladi. Bu yondagi eng baxtli kuningiz nechik bor? Qizim tug'ilgan vaqti bor. Bu yonda o'zi shuni to'xtalib o'tali, tug'ilish dum zo'r ekan, tug'ilishi. Shu boshdan dubg'az bo'lgandan, homilador bo'lgandan to shu oxiridan doktor ko'riklari, hamma narsasini nazoratda ushlaydilar. Borgandan shu bir kuna qo'yiladi tug'ilish, shu kuna boriladi. O'zi bu yonda sizni bolangiz tug'ilishi sizga qandaydir bir ustunlik tomonlari bormi? Ustunlik tomonlari meni yurishim ham yon tarafda, ya hayotim ham yon tarafda, ya endi men nada eshitganman, masalan, agar
deylik farzanding Argentinada doğulan bo'lsa, masalan bir 100dan ziyod davlatga vizasiz girish huquqi beriladi. Hech olmasa farzandingga. Avval shunday vajib banda Sizda Amerikada. nechik? Amerikada menga bermasam, qizim mesela Amerikada doğuldu, Amerika pasporti beriladi. Amerika pasporti Avval beriladi. Amerika fuqarosi oladi. Shu ham shu 100dan ziyod davlatga bez viza girib biladi. Amerika pasporti bilan. Zo'r-ku. Avval ana shu vajib berildi. Keyin endi ertang yaxshi o'qishlarga girib, davlatni katta yerlarida ishlab biladi Amerika fuqaro doğulgan adamlar. Amerikada doğulgan adam. Amerika prezidenti ham bo'lishi mumkin. Amerikada prezidenti bo'lish uchun Amerikada doğulishing kerak-da. Shu prezident uchun birinchi qalam qo'yildi. Avval endi bo'lgan ilohim. Sizga eng qimmatga tushgan xato Yon tarafda tilni bilmagan bir ikki odamlar ishonganim bo'lganda. Ishonganlarim shu. necha so'mga tushib ketganlar. Ish qilib ko'p bola. Ko'p. Sizni bunda qilgan eng to'g'ri qaroringiz nima? Trakka chiqqanim bor. Ham farzandli bo'lishni reja etganimni. Amerikani bitta so'z bilan ta'riflang. Imkoniyatlar shahri. Agar Amerikada mana borish kerakmidan bo'lgan bo'lsa, nima sababına ko'ra bormaslik kerak. Menmi yo boshqa odamlar? Любой ish Любой borajak bu odam. Shu ya uyini sag'anadan, opasining qo'ynidan chiqmaydigan bola oladi-ku. Ko'ngilcha odam. Ko'ngilchanlar bor. Shunday dedalar ham to'g'ri kelmaydi. O'tirmoqda. Avval sal odam bor ham qattiq bo'shaydi. Endi yakuniy savollar. Agar bugun 20 yoshli o'zingiz bilan uchrashganingizda nima degan bo'lar edingiz? Ingliz tilini o'rganda. Men ham shu narsa qiynab keladi bu hayotda. Qilmagan ishmi, afsusim, yagona afsusim bo'lgan bo'lsa, shu ingliz tilini o'rganmayman. Men ham shu birdan afsusim shu ingliz tilini o'rganmayman. Lekin ichimda shunday bir narsa bor. Tinchlik bermayaptir. Ben ba'zi bir o'rganaman ingliz tilini deyman, lekin nodir bir bahonalar sabablarga ko'ra keyin surilib boraveradi-da. Men yoshligimda yomon yo'llarda yurib, ota-onam qisintirib, ichib chakib yurgan bola emasman. Umuman uni ishdan qilgan emasman. Lekin bir dana shu, masalan, birovlar ota-onam qisintirganimdan afsuslanaman, nima deydi-ku? Yo'q, men bir dana shu til o'rganmaganimdan afsuslanaman. İngliz tilini o'rganishim kerak. İngliz tilini nechun desa, любой davlat, hamma davlatda ingliz tili bor. Aeroportda borasiz ingliz tilini, Turkiya Airways'da uchib keldik, aeroportda bolalarim ingliz tilida gaplashib o'tgan qiladi. Kerakli vajda bir ikki narsalar olsa. Bugun Amerikaga ketish istagida turgan yoshlara o'zingizni xos bir maslahatingiz, nima maslahat qilasiz? Tilni zo'r bilsa ko'p ishi bitadi. Ikkinchi, mehnatdan qochmas kerakda. Harakat etaman, to'xtamay ishlayman deb borish kerak. Endi qarang, siz deylik tasavvur etali 70 yoshingizda qancha bir darajaga erishgan bo'lishingiz kerak. Shu bu orqangizga qaragan vaqtimda afsuslanmasligingiz uchun har tomonlama. Birinchi shu dinimda chotki durishni o'ylayman 70 yoshimda. İkinci, balllarımı yola qo'yib olib, ballarimni shu o'zini men 70 yoshimda ul o'g'lim 50 yosh bo'ladi ekanda. Men 20 yoshimda farzand ko'rganman. 50 yosh bo'ladi ekan, shu hayotlarni yo'la qo'yib, shu o'zlarimizni o'ylanishlarimiz bor, o'zan fikrlashlarimizdan chetga chiqmaydigan etib yo'la qo'yib olib, shuni tarbiyalab yo'la qo'yib olish, keyin hayotimni ko'pincha O'zbekistonda o'tirish. Sadda hayotda, saddara hayotda bitta hovli joyingda qo'yma boqib, bir ana shunday hayotni orzu etaman. Kengmo'chilikda. Avval qo'y boqib, bir o'tirishni orzu etaman, lekin endi Xudo biladi uni nega gap bo'lishini. Endi 70 yoshga yetganmiz avval boshda, birinchi o'rinda. Shu vajdan o'ylayman. 70 yoshda yanda ishlashni xohlaman lekin, to'g'risi. Ben de ishlab yurishni xohlamayman 70 yoshda. Agar hozir aytilgan yuqorida sanalgan narsalarni uddasidan chiqadan bo'lsangiz, siz rozi holatda yetarliyiz. Rozi, havo. Masalan, ibodatlarimni ham qilib, hamma ishni o'rnida qiladigan odamlar bor-ku, shunday odamlar bor-da. O'zi ko'rgandan havosiz yetadi-da ular. Hamma o'zi o'rnida qiladi, ishlaridan barakat bor, hamma o'zi ulguradi-da. Biz hozir hech nima ulgurmayapmiz-da, masalan. Qistog'imiz bor. Qistog. Bir ish etchak bo'lsak, bir ish qolib o'tirganning, bir ish etchak bo'lsak, bu qolib o'tirganning birovlar bizdan o'tib o'tirganning, yo bizdan o'tganning, o'sha birovlar o'tib o'tibmiz-da. Keyin hayotni niyat etaman-da, bir hech nima bilan ishing yo'q. Hayotim yo'la qo'yilgan, bolalarim o'zini hamma yo'la qo'ygan, xotinim bilan ibodatlarimizni qilib, o'zi xotiniz ham qay darajada hozir siz aytib turgan narsaga xayrixoh. Men hech qachon qarshi chiqmayman, aytgan, u rozi bo'lman o'zi, nima desam. Shuna bu norozi bo'ladi-ku, menimcha u xotinda hisoblanmaydi. Narsadan chiqadi to'g'risida. No desang yuzingdan boradi, xotin-xotinda. Dash hayotni ko'ramiz, xudo xolasa endi hali. Maqsad shu yo'limizdan chiqib ketmaslik, yomon yo'llarda yurmaslikdan.
Qaysi savolni siz kutib keldingiz, lekin sizga shu savol berilmadi. Men doğrusunu aytsam, hiç de onu o'ylamay keldim. Siz aytdingiz-ku, masalan, sen yangilik savollarni beramizda. İkki davlatni solishtirmaslik degan savollardan qachaman men o'zida. Solishtirmaslik. Nechun desa, u solishtirib bo'ladigan narsa emas, solishtirmas kerak. O'zini vatanini yomon ko'rgan inson u yaxshi inson emasdan. Tug'ilib o'sganmiz-ku. Vatanni yomon ko'rib bo'lmaydi. Bir vatanga ko'chib borib turib, bu vatanni yomonlab, bu noto'g'ri ishlar bo'ladi. Maksimal uni ishlardan qachish. Men shunday yerdan qachaman. Shuni Instagram'am savol javob mashinasi bunning deb yana birini yomonlab, ya bunday desalar yozimman ham javob ham yozimman, iloji bo'lsa blokada qilman uni odamni. Shunday desa o'zingni vataningni yomonlab bo'lmaydi. Qiyinchilik hamma yerda bor-a, to'g'ri aytsan. Qiyinchiliksiz yeri yo'q. Amerikadan bor qiyinchilik, Rossiyadan bor qiyinchilik, Avstraliyadan bor qiyinchilik, hamma yerda qiyinchilik bor. Hiç bir yerde az ansatmaz yaşaş o'zi ansatmaz. Birovlar aytadi, qadimda umniyadi, qadimda munniyadi. Qadimda hech nima bo'lmagan. Hozir durja mavjud mesela. To'g'rimi? Qadim bilan sanglashtirib bo'lmaydi. Endi u o'tdi. Endi biz qaytib bilamiz-ku qadima. To'g'rimi? O'tib ketgan narsa uchun u munniyadi, ahmoqning ishi u. Shu bavajdan maksimal foydalanib yaxshi hayot kechirish. Esa Bunyat aka, katta rahmat sizga. Shu vaqtingizni ayirganingiz uchun. Endi ko'pchilikga manfaatli bo'ladi deb umiddaman. Shu chetga boraman degan yoshlar uchun o'zi bundan ham tashqari hayotiy yaxshi maslahatlar bo'ldi. Esa podkastimizni bu ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr.